Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aziz muhtaram qarindoshlar. Yana ekranda sizlar bilan ko'rishgan bo'ldik. Bir qancha kundan beri nihoyatda vaziyat jiddiy bo'layotdi. Qarindoshlarimizning ahvolidan xabarda bo'lib turibsizlar. Birozdan oldida Anqaraga mangan qarindoshlarimizninki naq maydonda bo'layotgan masalalarni sizlarga bayon qilgan bo'ldik. Bugun biz yana bir alohida suhbat o'rinlashtirgan edik. Bugun shu qarindoshimiz bilan birlikda sizlar bilan birlikte hem biz bu sohbetimizni devam qilamiz aziz qarindoshlar. O'zinglarning xabari bor, Ankara Turkiyada masalalar jiddiylashyapti. Davoyimiz qarindoshlarimizningki jiddiy harakat qilishi bilan olg'a ilgarilayapti. Bu yil bo'libmi biz uchun bek harakatlik, bek pidollik, bek diqqatlik bir yilninki bo'ladiganligini biz biroz bu hozir boshlanishdan ko'ryapmiz. Bunun için her zaman qarindoshlarninki bizningki tashviqotlarimiz, bizning ikrarlarimizdan nim qilmasliklarni, uzilib ketmasliklarni, diqqatli bo'lishimizni, jasoratimizni, iymonimizni har qachon tavlab turishimiz uchun diqqat turishimizni umid qilaman. Bugun men ikkironga qarindoshlarimizdan hammaning xabari bor. 2018-yili Hatayda o'zininki quroli bilan avtomat bilan yani qarindoshlarninki yordamida Xitoyga jang e'lon qilgan, Xitoyga tahdid solgan, Xitoyga o'zininki yurgidagi kuch-quvvatini, iymonini oshkorlagan, Xitoy tajovuzchilariga qarshi maydonga kel deb to'g'lagan va shu sabab bilan turmaga kirib qolgan qarindoshlarimizdan Ömer Faruk qarindishimiz bilan biz suhbatda bo'lamiz. Bu qarindishimiz bilan biz vatanda Qashqardan tortib bo'lishimiz, biroz o'zining tarixini, ish izlarini anglagandan keyin u Xitoydagi ahvollarni sizlar bilan so'zlashimiz. Uningdan keyin qilmoqchi bo'lgan masalalar ustida biz yana qarindishimiz Ömer Faruk bilan birga sizlar bilan birlikda ham biz suhbatimizni davom qilamiz. Assalamu alaikum Ömer qarindishim, ikramimiz hoş geldiniz. Allah razı olsun. Assalamu rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Bütün qarindoshlardan hammalardan razı olsun. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam, rahmet. Neç gündür bir ahvolni ko'rib turibsiz. Sizningki Anqaraga menayotgan qarindoshlarimizga qaytilish nimangizni men angladim. Neç gündür bir ciddi ishlar bilan bo'lib qilib uningga bugun yo'lga chiqadiganligingizni angladim. Bugun bizning programmamiz biroz alohida, ya'ni oldimizda ekranimizda harbiy kiyim kiygan Sharqiy Turkiston Milliy armiyasining kiyimini kiygan, bayrog'ini maydasiga taqagan ve yanida Sharq Turkiston bayrog'i bilan birga o'ltirib bizga so'z qilayotgan bir qarindishimiz bilan alohida bir programma qilyapmiz. Bu programmani hukumatlar ta'qib qilishi, ya'ni kuzatishi mumkin. Bular bu yerda nima ish qilayotgandi deyishi mumkin. Ammo biz albatta o'zimizningki plani, projesi, xiyoli ve hareketlari bilan dunyo bilan birlashgan asosda dunyodagi davlatlar, parlamentlar, hukumatlar bilan birlashgan asosda Xitoyga qarshi mujodilamizni har vaqt to'xtatmay davom qilishimiz aniq. Qarindishimiz Ömer Faruk bugun harbiy kiyim bilan ekranimizga chiqdi. Bu biz uchun bizning studiyamiz uchun bir yangilik, ammo dunyodagi Uyg'urlar uchun yangilik emas, chunki burun sizlar bu qarindishimizning avtomat tutib so'zlagan videosini ko'rgan edinglar. Vaqtning munosabati bilan men bu videoni ekranga chiqarib olmadim, nihoyat jiddiy bo'lib qilib. Faqat biz bu qarindishimiz bilan bu yerda naq maydonda paranglashimiz, nima uchun harbiy kiyim kiyganligini so'rayman. Bunun keyinda qandaq bir dunyoga bir bishorat berib o'tadi Sharq Turkiston xalqi. Sharq Turkiston xalqi buningdan keyin muhojirlari nim desa ma'qul deydigan bir muhojirlar jamoatini ko'maydiganligini dunyoga bir bishorat berib qo'yish. Dünya bilan birlashib Xitoy tajovuzchilariga qarshi, Xitoy imperialistlarga qarshi harakat qila oladiganligini dunyoga bildirib qo'yish. Yavaş yumshoq emas, dunyo bilan birlikda, dunyodagi kuchlar bilan birlikda Xitoy qutblashishiga qarshi mang'alaydigan bir xalqning borligini
dunyoga bildirib qo'yish uchun biz bu ishkiranda so'zlab o'tiryapmiz aziz qarindoshlar. So'zni sizga beray aziz qarindishim. Vatanda turmada yotdingiz. Biz bu yerdan boshlasak, o'zingizni avval qisqacha bir tanishtirib o'ting, undan keyin suhbat kirib ketaylik. Bo'ladi. Auzubillahiminash-shaytonir-rojim. Bismillahir-rohmanir-rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, men o'zim Sharqiy Turkistonning shaharchidan, ismim Ömer. Meniki tug'ilgan oilam bir hunar kasb oiladan. Meniki kelib chiqishim hunar kasb oilasida cho'ng bo'ldim. Men boshlang'ichni tugatish bilan Xitoy kommunistlarning jankeşlikida yaxshi o'qiganmidim. Xo'sh. O'qiganmagandan keyin biz bu o'qishni bo'lmagandan keyin bizning o'choqlarda haqiqatan bizni yaxshi o'qitmaydi. Biz shuning bilan ma'lum sababli bir insonlar bizni Urumchiga o'ynab chiqdik. Shu chaqda men 13 yoshda edim. Ya'ni 84-yil. Shu vaqtda Urumchida meni 6 oy shu hozirgi shu Sandungboy deb qo'yamiz, shu bekat. Uchtash. Uchtash deymiz. Shu yerda bir turma vardı. Yig'ilish o'rni deydi, onu turma. Shu yerda kichik vaqtimda shu 13 yosh vaqtimda men 6 oy yashada solgan bo'lar. 6 oy solgandan keyin u yerda men uçakdan mesela Janub taraflarni bir taraf, şimallıklarni bir taraf solaydi. Biz şu janubliklar bir taraf geçtik. 6 oy shu yerda men Xitoy kommunistlarininki tunji qitim zarbisiga uchiqqanman. Shundan keyin men o'ynab o'rgandim. Shu yerdami bizni kichikdab nurg'un bo'z ketib urug'latdi. Bizga shu bir tal qo'noqmomiz beradi. Deganda 84-yil degan nihoyat bir qiyinchilik vaqt edi. Qo'noqmomiz berdi. Shu sababdan biz bu Xitoy kommunistlarininki qandoq zaharli ekanligini az holatdagi bizga qandoq qilganda bizni yug'ishtirib, qandoq qilganda bizni tozalash ilib berish, bizni faqat tub yıldızımızdan tugitishni shu chaqda shu xiyol qilayotganligini to'nib yetgan biz. Shuningda biz to'liq jiq ishlarni bilib ketgan, biz shu Xitoyga o'ch bo'ldigan shu tuyg'u tunji qitimda bizga mujassamlandi qalbimizga. Xo'sh. Endi qisqartmasam desam shu vaqtda 84-yil turmada yotdim. Undan sirt o'ynab ticaret shug'ullandim o'ydikilardan. İçkirde tuğan ahvalınız mı buldum ben? Mening bilishimcha. İçkirde tuğan ahvalim, ichkirdim tuğan bulduk. İchkirde bir joda alış qilib ichkirda. Shu Xitoylar bilan bo'lgan bir jodada. Shu bir Xitoyning qo'li, ya'ni sol qo'li uzilib ketib, o Şinjin'de bo'lgan ishda u. Anladım da. Avazlari yaxshi, biraz nim qilsizlar, chinroq gap qilsizlar, taqim yaxshi anglandi. Hozir men qisqa shaklda so'ray o'zlaridan. Qisqa shaklda so'ray. Men Urumchidagi vaqtimizda sizning siyosiy deb turmaga kirib ketganligini men bilaman. Hatto sizningki bolalar bilan biz ilgilengan bo'ldik. Urumchida bola o'qitayotgan vaqtimizda maxfiy shaklda sizningki o'g'il Mujohid mening qo'limda sizlar turmadagi vaqtida o'qidi. Buni biz milliy diniy tarafdan tarbiyaladik Urumchida. O'shadan boshlaylik. Ya'ni shu vaqtida turmaga oldi sizni. Shu nima sababdan bo'ldi va bek oshkorlash tegishli taraf bo'lmasa uni olib qolsanglar bo'ladi o'zinglar, ammo turmadagi hayotni shu yerdagi bo'layotgan Xitoyninki bizning vatanimizdagi qarindoshlarimiz saqan qabul qildi bir anglitib beringlar, undan keyin boshqa tarafga o'tamiz.
Boludu. Hı hı. O çağlarda şu Ürümçi turbatkan vaktimizde şu 2003 yılı şu sizle benim balamni şu o'qishga vaqtlar değil mi? 2003 yılı şu 7. ayda o meni tuttu bola. Hı hı. Qandan keyin meni kirib so'rab qildi, sen Hasan Mahsumdan, ya'ni harbiy ta'lim olsan deb so'rab qildi vaqtida. Hı hı. Hasan Mahsumdan ta'lim olsan deb shunda bir naydi bek bir qattiq so'rab qildi. Men Hasan Mahsumdan ta'lim olmaganligim rasm olg'achqa, ular meni og'zimdan unda bir ta'lim olgan savollarni ololmay, oxiri G'ini Sodiq, ya'ni Sodiq Qarajimning o'g'li G'inijo akam Hı hı. G'ani shu Mahsum. G'ani G'inijo Mahsum. akamningki qarindoshlar Hı hı. zatidan adimisan deb Hı. meni turmaga tashladi. Lyudvan turmaga tashladi meni. Hı hı. Yani ilgirki Şenes Seneki zalim Şenes Sene turmaga. Hı. Şu turmaga chigandan keyin meni kechilaychidi bo'lar. Kechida chigandan keyin u yak meni 3-chi shoshi ben deydi ekan, uni o'g'inish shu turmani ichidagi o'tirib qoladigan intizomni o'zadigan Hı hı. qamoqxona. Tunji xizmatchiga yotoq. Hı hı. Bu yak ichisa hatto siyosiy bolalarniki önünü hiç kavzmaydı da bular. Hı hı. Baka tomay urup kışına başındağımda her xil aşında kıyım kışlaqlılar mesela hala tazlaş, yatak eğitiş mesela işgal kısıksı yaxşılar samayken de bu buyrukken bu xitayınlık. Hı hı. Şu durumu içigen Hı hı. şu buyruk asasda bizni başquradigan hamda. Men çigen yatakta 24 Xitay varken ichkari o'lkadan kelgan oqqon Xitoylar. Hı hı. Şu oqqon Xitoylarning orasida bir kecha men endi chesam liq odamlar liq, yotadigan yotoqning ishchilarimi liq, Hı. past tarafdimi zat yardım ekan, o'tdag'idek yam yo'q. Bir kecha o'ri turdim. O'ri turgandan keyin nihoyat bek ta'sir tangatdim endi. Hem o'tdag'idek yotadek yer yo'q-da. Xo'sh. Kichik bir 20 piyonpan keldigan aşında bir 20 metre keldigan aşında bir yerler. Hı hı. O da biz uxlabat kaçqa keçidi man gap qilmadim. 2 dana qaylab turdigan her bir saatda almış ekan postqa. Xo'sh. Şu ikkalam adam oğa Xitoy. Bir Uyg'ur, bir Xitoy to'g'izdi ekan. U siyosiyni zaten 2 soatdan to'g'izdi ekan. Hı hı. Xitoylar 1 soatdan turdi ekan. Bir kecha nihoyat ta'sir o'tdi. Aytsa taң atqandan keyin men shu namzimni ishorat bilan o'qidim. Xo'sh. O'qigandan keyin mendan so'radi bular. Sen nim bo'lib chirding deb. Shuni bilan men va'da adam o'tirib chirdim dedim. Hı hı. Adam o'tirib chirdim men. Desam bu endi qotildan bakroq qo'rqayotgancha bu Xitoylarda. Hı hı. Sizning maqsad yani shu yerdagi Xitoylardan qo'g'dinish uchun degan gapmi? Chunki bizning bu yayınımız, bizningki televiziyamiz her zaman dunyodagi davlatlarningki soqchilarning har yeriningki nazorati, ya'ni tekshirishi deymiz. Diqqat qiladi, ya'ni ular nazorat qilmasin, diqqat qiladi. Har bir ig'iz so'zni bizga zamon kelganda bizga praktik qilib ko'rsatdi. Buning uchun ba'zi masalalarni ochiq tushundirsizlar bundoq. Gunga anlatılıp kalmışsın. Men demisem, beni destek çiriştiler, beni bozdaki net spiruluk uğruluş, hatta ki öldürüp akıncısın kelip çıkışı mümkünce bu arlıkta.
Onun içinden hem mesela şu Ürümçi'de taksicilerine mesela alda çıkıp ötürü pajlap taşlayıp etken ayda Xitaylı varken buna çıkacak. Bu Xitaylılar hem şüken böyle silahlık lakin şu birleşik kelip lakin vurulduğun işe şundayken de hem de. Vurup olap endikize bizi yavaşlaştırıp olgan deyken endikize ve kayıtını yükledirken. Şunun yüzsüdüm ben hem de. Hemen bu şunda edem ötürüp çırıp kaldım digendim. Ulanı korkutuş için. Birer saatlik oldu mu o gepmiço? Şunu ulan nelik muşu yatakka iyi olgan bir Xitay başlık sakçı kirip bu siyasi cinayetçi ondan kaylanla yamanlık kımısın, namaz okumuşsun da ben de dedi. Degen dikin bu böyle menalık yalgan gepkini maşkarılap kalı da bir yerde. Sonra hem sen yalgan sözlepse bizge dep kelip böyle uğuncu oldu. Ben bu boştu mudum? Hoş. Biz çambır kafirle Müslüman oturuş bir xil uruş boldu hem diýerde. Taýaknymy yedim. Taýaknymy xilbek yedim. Şunu bilen ötde maňa bir toňga gaýlaýsam, sual etsem, toňga davamlyk sual etsem, bu toňda şu bu toňdyk şuna uçsap ketdim diýenligi beresen, bizden sorap beresen dep aýdady dedim. Şu toňgy bolaman jüýmen toňda ýa-da kılıp 10 günü berdi tutdum. Hoş. 10 günden keyin meni bölek yatakka böldim men ana nimelerine öýgünde yapandagılık tüzümlerine düşendirip bizni bölek yatak jykty hizmet gibi yatakta şu bir bek eşikes 10 gün öýgüneme geldi. O asas meselelerini yana değişip alınmaz. Şu aşağıdaki çünkü ma bizning bütün xalqaro diqqat qiladi o'sha kiran aşağıdaki qiyin qistak, aşağıdaki zulüm onu anglaslı bizge. Hoş. Yani Hem de ma yatakka bölengenden keyin bolan bu qiyin qistaklar bu alaydı ekenimde. Hem biz yatakka bölengenden keyin biz hem de o bir neçe üçin hem de ödekçilap menep hem de. Ödekçilap menep çelkenmiz, ödekçilap menep çıkırkenmiz yatakta. hoş. Bu qiyin qistakdan ötep ketken bir zulümlük ma Xitayning yataknasiki jinayetçi kılıvatkan Xitay komünistleri arkalar avını işte bastırsa dep kılıvatkan bir manda bir jaza isken mavçu. Şu tarih kılış üçün mü indi ödeşlep menep çireş, menep çıkış yaşındayken. Ben bir yattım. Ben bu kandakla 3 yıl yattım mı işte işçide. Hoş. Geryanında ben cık karındaşlarımızı gördük. Netçisi ölüp gitti yaşlı işçide. Vurup götürüp etti Xitay'da. Şu her bir sorak kılıp eçikti de o. Sınanmağda alet çıktı. Bedenli söyle becerip koydu taşlaydı o eşeğini kamırlığa. Ahir ben bir sokuru şey olam ben. Sokuru şey olap kaldım mı şu sol doğusum ağrıp. Ben şu birinci turumunu doktorxanası kapadı ya da. Hoş. Birinci turumunu doktorxanasında ben bilen bir yatkan bir siyasi balı varken bu yatakta tördüğümüz yatımız hem de. Ma bir Xitay qaylaydı, yan bir balığı bir Xitay qaylaydı. O balını ismi nime? Üçtürpanlık bala mı? Bu balı fakat tamak yemeydiğin 3 yıl kurup gittim balını ki. Tamak yemeye yatı diken ben kesem o bala. Bedelleri dikeninin şu itlik çıktı bedelleri şu kasrak, jilanın kasrak okşaş. Orunda mı kopanmaydı? Şu Xitay qaylaydı diken şunu da namaz okumamışsın deyip qaylap durdu diken o balığa. Aşı alette azırak o başına azırak tim tutup koydu diken bombasa o bizim yemeydi ki o balığı aşı alette diken. Men kelip neçe gün bombayla
bu bana teşkilimizde bir çıkıp okulla uğrap öttürüp etti o bana. O bana ismini tavma. En yakın adamın ismini. Öttürüp etti o bana. Öylep gitti buna cestini biz birimiz. Öyle tapşırıp birimiz de başında değilken öylep gitti adamlar. Yürekli olup öldü edip aynı edip eşik etti o bana. Okulla öttürüp etti o bana. Yani bir kardeşimiz ne? Muhammed ile İngilizce deydiken o biraderimiz Karabey'de bir üye vardı. Bak turmu deyip kalıp biliyordu. Çıkarandan arasından aldı turlatkan. Birinci turmuniki doktorxanasından bir tam hem de o turma. Kupkaranlık üy hem de. O Yoruq'nun qanday ekanligini bilgini olmaydı öyle. Kaçan Yoruq oldu, karanlık çıkmadı. Bir günüsü şu doktorxana biz hem de bizden acetxana çıkılgan yerimiz hem bir koridor işten çıkıp çıralıyımız. Şundan toğan vakitte bir çağılık velosipedde birisini ekkeldi. Nay bedelleri kökürüp ketken, yüz gözleri işip, gözleri açamağıda bulap kalgan bir balını ekkeldi. Şunların o yana sestralarımın Xitayım da, cinayetçi. Şunlar biz toldu mene. Sen meye gel, bunu sana okşaş. Eğer yavaş olursan sen müştab olursan, mademli küdürüp o burnuya geçi dedi. Hacetxana geçi dedi. Ben ders kütədim, küdürüp mangıçalıkta kırınışım çımbolla ismini niminde olup gediler. Bu niminde halı uçup kallar dedim. O 7. aydı o. O kadından uçtan paktılık çapan, paktılık uçtan. Bedelleri diyenin kökürüp aş yüz gözleri iş tuttu. Ben hem de netçiz olurdu da aynı keydirip koygan. Sis aynı ola tuttu çapan. Sorsam o bal tınıkıda aran gep kıldı. Benim ismim Mehmetli İngilizceydi o kardeşim. Kaşka neşriyatta ben İngiliz dil derslikini tutum. Beni müddessiz kesip etken. Ben 7 yıl oldu hazır. Karoya gitip adım diyaldi. Akıştı kendimde kilot vakıtta gep kılmadı. Bakırdı işte olan. Hacetxanaga çıktık. Onu da südükünü aldı. Südük 50 vakış arlıkta hem de tutulgan kolu tutulgan fakat aval yok o buradan. Ben bir tal şişini aldım. Zekrin şişini tıkıp da şunu 8'dik. Siydi. 8 arlıkta hem de südüküm tutamaya kaldı o balamda. Tutup kaldı. Hele Xitay töpet turdu bizi kaylap hem de. Şunu südüküne siz kalkan südükünü Xitay'a tanılavastı ama nemi çıketip kaldı. O bala hem de Xansoçuk ustuğa kaçka. Geçirip etken mine Esterlik uyan kımıdım da bayda Xitay'a aynda bir nida kıp etken deyadi. Ankışı o Xitay şişini kötüreplam çıketti de lağalıqa teşkilesiyle bardıken. O mu cinayetçi hem de aşkılabat kalına. Biraderim nimanda gep kıptıla sen birader bana 7 yıl oldu hazır karoyu deydi vatına. Külleki meni 10 nuruş vazifesi var bana beyda. Mış yüzüğülen vurdukken de 10 numayında yoğanmıştılar. Van vurdukken. Közlü işsizlikken. Ben 7 yılın yağı bir ıssık su içip bakmadım deydi. Yani kış olsun, meyil yaz olsun. Bir ıssık suyum var külleki. Küllük bir tal muamı var. O muamı ıssık şimeydi o şu sırıp kalkan günüse. Ben de bir alette koyup koydu. Muzluğan diken berdi deydi. Hem de putine İgizlik kılıp, beşini pes kılıp, anda kolunu mandap kısıklam bağlap koydukken de şalı yatkızıp. Ay şu muamı soygucu takaza olap gitmen deydi. Ay şahadeti berdi, ben muşunda itibatın 7 yıl oldu ya. Sebebi biz hep namaz okuyamaz, biz namaz okuyamaz, biz Müslüman biz bunu könmeyemiz. Dep aşında toğallık için şu 7 yılını aldı ki işte şu 7 yıl olapta şey itibatın aşk hep böyle. Bu 7 yılın yağı şu aşkta cinayetçi şu aşağıda her günü aşağıda 10 muş urdu ki yüzüge. Aşını olsa
anı nomer verdiki mükafat nomeri. Xitoyni baldırak koyup birdiğinizga. Xitoyning jilaldiganga payısı var ki bizning qarindoshlarimizni ursa, anı koyup birdiğin nomer verdik endi. Aşında alet ekan. Demek. Hoş, tamam kız. Bu qarindoshimizni etiketi yerden. Bir sistra Xitoy vardı şeyde, jinoyatchi, jurek tashkil etgan. Şu jurek tashkil etgan şu Xitoy jug'urib jurek tashkil etgan bir chamdonliq apparat var. Şunu ko'tarib guldulab chiqib ketdi talaga. Bir saat o'tgandan keyin chiqdi. Chirib, ey sinanliqqa. To'g'an, seninki Miyanfen deydi hamda siyasi cinayetçiler. Siyasi cinayetçi öldü, jürek kişi partlap öldü. Dep aşında dedi. Kaçan ölüp gittiyse ben hazır körepçiydim, jürkim teşkürep jürek partlap ölüp gitti o. Dep aşında dedi. Yani inna lillahi ve inna aleyhimden jığılıdık. Abdullah Kem de bir adam batıyor ya da. Hoş. O akimizdeki kızın 15 yıl, köy oğlunun 20 yıl, özüne 14 yıl kestirken Abdullah Akam'daki adamınki. Qayerlik adamken bu? Bu adam kağılıqlık. Aile boyu hiç kesip değil ekan. Aile boyunca fakirlim kesip değil ekan. Bu neyim için kesilgen aka desem şu vaxtda Obul Kasım dediğim bir buradır çıktı bir vakitte. Şundak. Şu Obul Kasım degan birodarni öyle saklap ekan. Öyle saklaganга şimdi aile boyunca kesip ayda qilib deyil ekan. Bu turmada hamda o'zininkilikqa hayatımız aşında garantiyle olmaydı ekanda. Ondan yana bir Tungan batı. O Tungan ne hamda dinli kitaplarını sattan deb çıktık ya onu. Lence'de bir yerde balokutkan ayında işleri varken. Hoş. Şu işlerine ona 13 kişilik kestik ya onu. O davamlıq koyup ben de bir şıkla başında artık bu ağırıp kaldı da gelip doktorxanaga. Bizden bir bakın karvat yastı o. Çıraylık mangam çeken o yatakka. Deslapta beni koyup burada, beni çokum koyup burada dedi o. Koyup bira inşallah deb otadık. Çay içtik billahi. Keyin vaqirib seklediğim olup kaldık. Şokuludu bir tal okulup yavaşlap yattı bu. Şu yatkan biten kopamay kaldım. Vaqiraydı. Koyup bas. Hem tatlı koydu da ben körep durup şunu. Körep durup hey tat kulağını diyemedim. Ahir çıdıma şap bir oyunumda kopsam. Sen kopap kaldın o. Sen iştimli kömürlere şunda ama bayılıp yan tıkay başına. Sen yani köysem, sen ben başında bulursan. Dedi, gep kılma yattım ben. O kırınışımız mı 3-4 gün diye ölüp gitti. Bu komünist Xitoy'daki her türlü aşında zehirleş, ötüreş, aşında rezillikine köydüm hem de bu işplaslıkın Xitoy'daki. Ben sırf çıkkandan keyin Abdülkadir Anikam rahmet, Abdülkadir Anikam'da bir yağatçı var idi. Abdülkadir Anikam yağatçı deyimiz o adamda. O adamda 11 yıl kesken. Şu atıştı bir uruş olgan, atıştı bir siyasi de geçirip bu adamda. Bal okuttun sen, şu bal okuttun atışta deb. 11 yıl kesip bu acıkamda. 6 ay kalganda okulup ölgene çıkmadı. Ballarımı mişadı ba.
Men bu adamni o'zim juyib yalikida qo'ydik balasi bilan birga. Aş urgan okul şu tomadın urutken şu çoğanı tomadı. Ama kanunum yerde bir urutta aş okul gayda kan lip yıkıp durdu. Hı. 7 gün dolapta muzdolap koyaptı bu ceset muzlamaktan da. Ben çıksam ısık. Hı. Allah'ın yardımıyla ve şehitne Allah bana saklayıp ki. Kuhlavatkandık şunda çırayla gittikti. Aş halette öttürüptelik hem de. Hı hı. Yine turmadık hayatım bu hem de. Şu yatkanda, doktorxanda köygen hem de. Kısıkçılım. 4 ay yattım ben şu birinci turmun doktorxanasında. Hı. 4 ay jarayonida şu 3 ölegini 4 adamda öttürüp etkenini kördüm. Xitoyniki. Ondan başka qandaq jazolaşlar var dese bizniki mesela yüzümüzni silsak sen tema qilib namoz o'qishga tayyorlan deb urdigan. Hı. Hatto uydan narsa gaz bisigilga yugizmaydigan. Aşında zalimlik aşında urib deb po'g'ishlab ichirib qara yo'l solab qo'yib ayna yemek içmekten kışına bayında kalıç öttürürdügan aşında rezillikini kördüm ben bu kapırınki. 2006 yenip çıktım ben öyle. 2006 yılı 7. ayda benim mutlutum taşa yenip çıktım. Hı. Yenip çıkıp ticaretle şugullandım. Ticaretle şugullanıp bu jarayonda hem de pasport olmadım. Bu yerde chet elga chiqishdan burungi ahvollarni deyishdan burun ben bir narsani yozdim ağabey. Hoş. Yani bu qarindoshlarimizni hamda turmada shundoq vayron qilibdi. Bizning bu TV'ga chiqib, ekranga chiqib so'zlashimiz bizningki tariximizni hikoya qilish emas. Biz bu yerda bir amal tepish, biz bu yerda xalqimizga bir yo'lni ko'rsatish, biz bu yerda bugun sizning nima uchun bu harbiycha kiyim kiyganliklariningki maqsadini qarindoshlarga uqtirishki, shu qarindoshimiz hozir mening ko'z oldimga kelib, mening inim ichimga uchib ketdi. Sizlarga men faqat gap qilolmadim birozdan oldinchi. Ya'ni ya bu qisos ne? Bu intiqom ne? Qanday olamiz? Benim ikrama çıkışımdaki maksat Hı. bu kısaslı karındaşlarımız. Hı. Tüm dünyadaki maceretteki karındaşlarım tonusun dedim. Elbette. Zalim kafirinin kanda rezillikin tonusun dedim. Bu benim davet kılım bir mıngdım birisi bu. Hı. Bizninki kısasımız, kan kısasımız bu zalim kafirinin nur katmı kat karzda olab gidigilik. Bizni bek bozu gidigilik. Xitoy deydi. Xitoy. Xitoy. Bu Xitoylarni qanday qilamiz? Xitoy bizni ashunchalar holatda boz ketdi Xitoy kommunistlar. Bunu tonusun dedim birinciden. Hı hı. Biz davamlı bozak bulamayız dedim. Jürküm kanıt oldu. Bunu deyiş imkaniyetim bulmagan neç vakti yağı. Allah'ın yardımıyla bugün bana şu fırsatga eriştim ben. Zalim Xitoyninki bunda zulmü yaşayamayız demekçi. Qarindoshlarimizni dars o'rnida turib, Xitoy, bizda o'lmadik, biz sen o'tdaganlar bir ojiz bir qism qo'lning uchida bir atal jonining sulqim yo'q bir yavaş mo'minlarni o'tdading, ustozlarimizni qirding. Bizda hayot deyishini arzu qilib bu ekranga chiqib so'zildim. Shu qarindoshlarimni tanishtirdim. Ben özüm hikaye tokuşumunu oylab bakmadım. Elbette. Benim tarihimni birer bir hakkında hukuk kılışını yakınımız birer bir mende bu bulap kelip iş çağırışın emas. Elbette. Benim bazı sözümni hata anlamamışlar. Sizin bu şekilde demekçi emas. Çünkü bundaq bir iş bo'ladi-chu, bizning ishkironimizda har vaqt shu ishkironga chiqib qarindoshlar so'zlasa, xuddi bu ishkiron bir odamlar chiqib o'zininki mundaq tarixini so'zlab beradigan, o'zining hikoyasini aytadigan, o'zininki
mundaq bir gepini dep berip mundaq qildigan yamiki deb o'ylab qoldigan insonlar bor ekan. Ular qarta daytimi biz bu yerda bu qarindishimizning harbiy kiyim bilan Ömer Faruk qarindishim harbiy kiyim bilan bu yerga chiqishi bu butun dunyoning diqqatini tortadigan CIA, BBC her yerning diqqatini tortadigan bundaq bir ish bu. Bu oddiy bir ish emas. Bu bundaq bir ekranga harbiy kiyimni kiyib chiqsa, bu bir qiziqib bundaq kiyib chiqib qolgan o'xshaydi bu qarindishimiz deb qolmanglar. Bu dünya bizga diqqat qiladi. Nima uchun harbiy kiyim kiyib chiqding? Nima uchun bu biz tinchlik da'vatsak, demokratiya da'vatsak sen qo'pab, sen bu Sharq Turkiston Milliy Armiyasining kiyimini yana 50 yildan keyin kiyib chiqibsa, buning bir sababi bormi deganga javobini beryapti bu qarindishim. Bizning turmada bir Uyg'ur turmada yotsa, bir Xitoy jinoyatchi kelib har kun 10 mushtin urib, o'zining turmadan chiqib ketish uchun nomer oladigan bu ish Sharq Turkistonda bor. Buning haqasini gap qilishmiding? Men dünya saqchisi deyse, biz dünya demokratiyani ilgari suramiz deyse, inson haqlarini qo'g'daymiz deyotsa, ama hech kim Sharq Turkiston masalasiga bir qo'l tiqib, bundaq shaklda qilmayotdi. 30-40 yil, 50 yil o'ynalyapmiz. Deganligi uchun, buningga bir javob bo'lish uchun, buningga bir javob tepish uchun bu yerga chiqyapmiz deganni biz bildirmoqchi bu yerda. Qarindishimizningki nimasi uzilib ketib qoldi. Alloh xolisa men yana ulashga terishiman, aziz qarindoshlar. Bu to'g'risida nim qiladigan gap so'zi bor, savoli bor, buning qiziqadigan qarindoshlar bo'lib qolsa, naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, uzilib ketib qoldi. Men telefonni bek urib chiqaracağım axırlar. Telefonni urayotdi, albatta buningga qarshilik qiladigan kishilarmi nihoyat jiq va bu ishimizni buzdiganlar intayin ko'p. Hozir ashtaq bo'layotdi. Telefonni urib hozir. Uni olmaslardan bo'ladi, uni diqqat qilmaslardan bo'ladi. Uning uchun men e'lon bermadim. Turk hukumatiningki aralashishi, xalqaro kuchlarningki aralashib, nim qilmaslik uchun men e'lon bermaylasini bevosita bu nimaga ekranga chiqqan bo'ldik taklif bilan. Yana ya sen bizning ishimizga aralashishing kerak butun dunyoda 2019 biz yangicha bir qadam bilan bu yilga kirish uchun bu qarindishimiz bilan biz suhbat olib boryapmiz aziz qarindoshlar. Sizning men dunyo xalqiga deydigan bir uchurlari, bishoratlari, Uyg'ur xalqiga deydigan uchur bishoratlari bo'lsa, men sizdan olay. Undan keyin suhbatning davom qilaylik aziz qarindoshlar. Tamam. Men o dünya xalqiga deydiganim. Xo'sh. Ey dünya xalqi, sizlar butkul 35 milyon Müslüman, yani Uyghur Müslümanlarının qirilib ketishiga bir insoniy holatni to'g'ri topamsizlar. Ey dünya Müslümanları, 35 milyon Müslümanlar qirilib ketishiga 1100 yil islomiy bo'lgan bir yurtning vayron bo'lib yo'qolib ketishiga Xitoylarning qo'li qapqisiga qarab turamsizlar. Butkul dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarim, Sharqiy Turkistonlik muhojirlar, biz qachongacha birlashmaymiz? Dunyodagi butkul davlatlar bilan nima uchun birlashmaymiz? Bir-birimiz nima uchun g'aybat qilamiz? Bir-birimizdan nima uchun birlashmaymiz? O'tirimizdagi bu issiq birlikni nima uchun hosil qilmaymiz qarindoshlar? Ey dunyolik Uyg'ur qarindoshlarim, uxlamayli. Endi uyg'onayli endi birlashib zolim Xitoylarga taqobil turaylik biz. O'rninglarda turinglar. Haqiqiy bir Sharqiy Turkiston islom askari bo'linglar. Qari yosh ish yo'q buningda. Qarining va yoshning o'zirish yo'q qarindoshlar. Sharqiy Turkistonda izlayotgan, qirilayotgan
o'layotgan, bosqinchilik ushlayotgan, kavob qilib yelayotgan bizning buvaklarimiz, ağaç sığınlarımız, akıllarımız, takıllarımız, ölümalarımız depsende bulavadıdı. Kanunumuz Kur'an-ı Kerim depsende bulavadıdı. Allah'ta cengi ilah kılıvadıdı bu Xitay kafirler kırındaşlar. Birleşeyle. Yolga soygan kandak uygunayla kırındaşlar. Bundan lasan kapkanmaydı bu müstakillik. Bizning bu yolumuz ölen var kırındaşlar. Her xil zalimlarning alıp uçuruşumuz var. Turma taşınışımız mümkün. Bu bizni qo'rqitamizmi qarindoshlar? Biz qo'rqmaymiz Xitoydan. Xitoy kommunistlarni jonga jon, qanaqa olamiz? Allah razı olsun kardeşim. Hoş. Endi o'yg'indigan vaqt keldi endi. Bunda uxlab yetish ruxsat yo'q. Qarindishimizningki interneti toz yaxshi tatmayotidi. Aziz qarindoshlar. Mana telefon qilib ketib bordim yozmishsa. O'zbeklar qilib. Albatta, mana telefon qilayotgan qarindoshlar, telefon qilmagan bo'lsanglar yaxshi bo'ladi qarindishimizga. Shu telefon qilgandan keyin mana bu yayın nimaga chiqadi, ziyon chiqadi. Balkim saqchidan qilayotgan bo'lishi mumkin, uni yoki siz taniydigan kishilar qilayotgan bo'lishi mumkin. Agar orliqda men sizningki shu nimaninki nimada so'zlagan so'zni, Xitoyga qarshi so'zlagan so'zni men ekranda qo'yib beraman, u orliqcha. Agar yana telefon qilib qolsa, bir og'zini etib turli shu qarindoshlarningki. Aziz qarindoshlar, boshqalarning gap so'zi bo'lsa, bu naq maydon urunglar, men urunglar ekranda nomerimiz chiqib turibdi. Qarindishimizga olmay turinglar. Agar qarindishimizga qanday gaping bo'lsa, bu naq maydonda men urib o'zim anglab turdim mana. Men ursanglar, men qarindishimizga yetkazib qo'yman. Buzg'unchilik qilmay tursanglar nimamizga, bizning yayinimizga. Xalqaroda tinchlik, demokratiya, bu inson haqlari degan narsa bilan 20-30 yilga ketyapmiz. Biz bu ishni bilib qilyapmiz aziz qarindoshlar. Mening xiyoliga kelib, bugun bu harbiy kiyimni kiyibla chiqqan o'xshaydi deb qolmanglar. Biz bu ishni bilib qilyapmiz. Nima ish qilayotganligimizni bilamiz. Bizga aql o'rgatadigan o aqldorlarni bilamiz. Biz aziz qarindoshlar, Uyg'ur xalqining, Sharq Turkiston xalqining, muhojirlarningki hamma ishga tayyor ekanligini butun dunyoga, Amerikaga, Yevropaga, Yaponiyaga, Avstraliyaga, Zelandiyaga, butun dunyoga bildirish aziz qarindoshim. Biz namoyishni qilamiz, she'r qo'shiqni to'qiymiz, akademik harakatlarimizni qilamiz, tadqiqotimizni qilamiz. Bizning olimlarimiz, doktorlarimiz, professorlarimiz o'zininki tadqiqoti bilan izlanib meniverdi. Bizning bunda harbiy kiyim kiyib chiqqan qarindoshlarimiz kiyimini kiyaligan shaklda, qodir bo'lgan shaklda kiyalaydi aziz qarindoshlar. Buni biz ba'zi bek aqlimiz ishlab ketib, siyosatda bek aqli ishlab ketganlar, biz hozir tinchlik bilan qildik deganlarning qo'lini biz tutib olmaymiz. Tinchlik bilan qilaveringlar. Tinchlik bilan qilaveringlar. Namoyishimizni tinchlik bilan qilaveramiz. Demokratik harakatimizni tinchlik bilan qilaveramiz. Ammo ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa oyatiga asosan biz bu Sharq Turkiston mujodilasi uchun imkoniyati bor bo'lgan harakatlarning hammasiga Sharq Turkiston muhojirlarining ishkining uchuqligi, badaniy va ma'naviyatiningki hozir ekanligini dunyodagi cho'ng tashkilotlar bo'lsin, Interpol, xalqaro saqlash tashkiloti bo'lsin, CIA, FBI, KGB bo'lsin, Sharq Turkiston xalqi dunyodagi Xitoy tajovuzchilariga qarshi tashkilot, hukumat har qanday bir xalq bilan birga ma'nolaydiganligimizni bildirish uchun harbiy kiyimni qarindishimiz kiyib o'zining naq ekanligini, o'limga hozir ekanligini dunyoga bildiryotdi. Bu odatdagi bunda chaqchaq qilib chiqqan bir ish emas. Her zaman
bizning har qanday mujodilaga tayyor ekanligimizni dunyoga bildirmasak, bizni yana 30 yil namoyish qildirib, 20 yil demokratik harakat qildirib, 15 yil inson haqlari deb to'latqizib, oyog'ida bizni dunyo setib qolib qolsa, biz uningdan o'lim navzal bilamiz. Dunyoning setib biz yo'l qo'yib mengayverdigan yillar o'tib ketdi. 2019dan tortib bütün siyosiy tashkilotlar, ijtimoiy tashkilotlar, qurolli tashkilotlar, akademik tashkilotlar hammaylar o'rtaq shaklda o'zimizning tutgan yo'li bo'yicha ittifoq shaklda qarindishimiz birlikka chaqiryotdi. Birlashib mangamiz. Hech qanday bir tashkilot yana bir tashkilotni chetga qolmaydi. Hech qanday bir ideviy tushuncha yana bir ideviy tushunchadagi kishilarni chetga qolmaydi. Birlikda, barobarlikda biz bu mujodilani elib mangmasak, Sharq Turkiston xalqi hayotda tugab ketib qoladi qarindoshlar. Biz aldinishga yo'l yo'q bizningki. Qarindishim, internetingiz o'ngshalgan bo'lsa, so'zni men sizga qaytarib beraman. Xo'sh. Bu to'g'risida qaytib qo'ydigan so'zingiz bo'lsa, qaytib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'sh. Qaytib qo'ydigan so'zingiz bo'lsa, qaytib qo'ysangiz bo'ladi. Sözüm bor. Hurmatli qarindoshlar, bizningki her türlü to'sqinlikqa, her türlü bizningki yo'limizda tikeltirayotgan Cumhur komünistlik bu Xitoy kanı. Cumhur komünistlik bu Xitoy kafirlerinin bizi kelayotgan zulümlerine qaylab qo'ymaylik qarindoshlar. Biz birlashaylik qarindoshlar. Birlashish kuch degan gap. Birlik azad g'alaba degan gap qarindoshlar. Bir-birimizni gaday, kuchsiz, kasal yoki pul yo'q deb o'ylamaylik. Hammamizni o'xshash kerak qarindoshlar. Bir-birimizni quchoqlashib, haqiqiy bir akıkıdek, atı bilen ana o'xshash, ağaç bilen bir-birimizga yordam qilaylik qarindoshlar. Bu kiyimni kiyib, men Xitoy kommunistdan qo'rqib qolgan emas. Ameliyatımın inşallah pat arada Xitoy kommunist kafirlerden bütünleşmek için Şarkı Türkistan'a bağlamız inşallah. Bunun Allah öz kadir. Allah'tan yardım etmemiz gerekmekler. Hemmeyle uykudan oğunayla. Hemmeyle birleşeyle. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminler birbirlerinin aynı ki Hudbiya'nın kişiler birbirlerine çığın tuttuğandak, birbirini çığın tuttuğandak, birbirine girerleşken halde birbirine çığınla, uyuşunla birlikten baş çıkarırlardı. Biz Resulümüzden yoldurmazsak izlik etmeyemiz. Allah razı olsun qarindishim. Bu yamanjiq to'sqinlik bo'lib ketyapti. Balkim qarindishim sizning ovozingizni yaxshi anglag'ili bo'lmayapti. Bu kim uryapti? Sizga telefonni yamanjiq urib ketdi. Bakjiq urib ketyapti. Türkiye saqchidan uryatamdi yoki? Bunu bilmedim hem de hesap ben tanıyan Uygur sınırvaları vurmadı da kapıyızlık bu şey çıkmadı bana. Ya bu naq maydondan ko'radi bo'lmiz qarindoshlar, hozir nurg'un qarindishimiz. Vallahi ya endi men izlab urmadim yaqinda onu bilmedim hem de to'g'ri tushunsak ham da. To'g'ri tushunib turli. Ya hozir to'g'ri tushunib turaylik. Endi bir odamga islomning qoidasida, dinimizning qoidasida ishikni 3 qatim chekimiz. Ma Yevropada 2 qatim chekidi ekan. Xo'sh. Gollandiyaga kelgandan keyin biz ishikni 2 qatim chekadiganligini o'rgandik. Agar uyning egisi ichishni xohlamasa, ketidi ekanmizmi yo cho'qim ashta qilmasa qilmaydi. Ijtimoiy axloq ekan bu yerda. Bizning dinimizda ishikni 3 qatim chekish va hadis bo'yicha 3 qatim chekib, agar ochmasa, uyning egisi ichishni xohlamabdi deb ketishimiz kerak. Bu yerda shu majbur qilib. Telefonni bu 2 qatim sa'ritib, 3 qatim sa'ritib, Gollandiyada faqat telefonning sa'ritish nimasi sistemlik. Har qanday telefon faqat 4 qatimla sa'raydi. 4 qatimdan keyin avtomatik telefon uzilib ketadi. Yevropaningki sistemida. Masalan, men hozir sizlar telefon qilsanglar, telefonimga telefon qilsanglar, 4 qatim sa'raydi. 4 qatimdan keyin telefon avtomatik uzilib ketadi. Ya'ni siz besib etmasangiz uzilib ketadi. Ashtaq bir axloq bor. Shunga bu qarindoshlarimizni bir qancha qatim o'rgandan keyin to'xtab qolgan bo'lsa, intayin yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
söhbetimiz yani biraz davom qiladi. Undan keyin ko'rishib olgan bo'lsanglar yaxshi bo'ladi inshaalloh. Xo'sh, unda bo'lsa biz bu yerda biroz dunyoga nim beryapmiz. Sizlar bilan o'tirib biroz dunyoga bishorat beryapmiz. Biz Sharq Turkiston xalqi 70 yildan beri qirilib ketdik. Ey aziz dunyo xalqi. Bizga gap qilmadinglar. Ey dunyodagi imperialist kuchlar. Bizga gap qilmadinglar. Xitoyning bo'zaq qilishiga bizni tashlab o'tdinglar. Bizni yana buningdan keyin bundaq o'yinga akliversanglar, sizlar o'zinglarning o'yinini o'ynaveringlar, biz o'zimizningki fidokorlikni ko'rsatib boqamiz deyish uchun bu ishlarni biz ochdik. O'tgan qitimliq programmamizda nim bilan qilgan programmamiz Azat Qosim, jurnalist Azat Qosim apandininki Uyg'ur xalqininki qurolliq harakati bo'lmay turib Sharq Turkiston mustaqilligiga erishilmaydi va Xitoy tajovuzchilaridan qutlanmaymiz degan ideyasini bütün tashkilotlar Sharq Turkiston xalqi qalbiga silish lozim, tashkilotlar o'zining nizomnomasiga kirgizish lozim deganlarni biz suhbat qilgandan keyin Yaponiya hukumati bizning suhbatimizni ilib Yaponiyaning ichidagi nimada suhbatimizni rasmiy tadqiq qildi. Tadqiq qilgandan keyin ma'lum kishilar Yaponiyadagi bizning odamlarimizni chaqirtgan bo'ldi va bizga yeshil chiroq yoqib bera oladiganligini tilga olganlar bo'ldi. Hukumat ichidan emas, Yaponiyadagi iqtidordan emas, hozirgi hokimiyat beshidagi hukumatdan emas, ammo Yaponiyadagi ma'lum kishilar buni Xitoymi bilmaydi. Ya'ni dunyo bizningki nemishqa hozir ekanligimizni bilmoqchi. Biz bütün dunyoga, dunyodagi hukumatlarga Sharq Turkiston muhojirlarininki har ishga tayyor ekanligini bildirish uchun biz bu harakatni qilyapmiz. Aziz qarindoshlar, siyosatchilar, aqldorlar, strategiyachilar va yoki boshqa tushunchadagi insonlar biz hozir harbiy kiyim kiysak bo'lmaydi, qurolni gibini qilsak bo'lmaydi deydiganlar, sizlarni o'z tushunchanglar bilan, o'z tashkilotinglarningki qoidasi bo'yicha o'z harakatinglarda mangsanglar bo'laverdi. Qurolliq harakat qilish orqali Sharq Turkistonni mustaqil qilish va Sharq Turkistondagi zulmni qutuldirilish kerak degan tushunchadagi insonlar Umar Faruq qarindoshimizga o'xshagan, hozirdan boshlab harbiy kiyim bilan hozir bo'lib turgan qarindoshlarimizga o'xshagan va Azat Qosimdek qurolliq harakatsiz bizning ishimiz hal bo'lmaydi degan bizningki ziyolilarimizga o'xshagan kishilarmi o'zining harakatini umuman birlikda ilib berishga yo'l qo'yishinglar kerakki, to'smanglar. Agar bek to'sadigan bo'lsanglar, o'zingizning yo'lini to'singlar, ammo bizningki yo'limizni yana mening yo'lim Sharq Turkiston davosida ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffa oyatininki siz bu dinga kirsanglar butunlay holatga kiringlar. Shariatning ba'zi takliflarini qilib, ba'zi takliflarni tashlab qo'ydigan shaklda emas, umumiyizlik kiringlar deb bir oyatning Qur'onninki eng cho'ng nizomnomalaridan birisi bor. İslamga kirgan odam umumiyizlik kirdi. Sharq Turkiston davosini qilishda umumiyizlik da'vo qilish. Ziyolilar, ma'rifchilar, ulamolar, siyosiy tashkilotlar, mayli Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, mayli Sharq Turkiston majlisi bo'lsin, boshqa tashkilotlar hammaylar birlikda bu ishni bir yoqdan qo'l chiqarib, bir yondan qo'l chiqarib, bir yoqdan bosh chiqarib bu shaklda ilib berish maydonida va bir qo'l qattiq bo'lish, bir qo'l yumshoq bo'lish deb Xitoyninki ashtaq siyosatlari bor. Biz siyosatni nima qilaylik? Ziyoli iqimidagilar ilmiy xizmatni nima qilaylik? Bu yoshlarimizdan fidokorlik ko'rsatishni xohlaydigan, qahramonlik ko'rsatishni xohlaydiganlar buningga siyosatchilarning to'sqinlik qilishini qarshi olmaymiz demoqchiman. Mening maydonim bu. Bütün tushunchadagi Sharq Turkiston davosining bo'shliqlarini to'liqlaydigan chet el muhojiratda yashayotgan bütün qarindoshlar hammaylar o'zimizning ideyasi, o'zimizning harakatini hamkorlashib turib xalqaro sahnaga olib chiqish, xalqaro davlatlar, millatlar, xalqlar bilan birlashib turib Xitoy tajovuzchilariga qarshi turish maydonidaman. Ya'ni xulosa kalam o'zimizning maydonini boshqalarga tengib,
men ma siyosatchi edim yoki ma ziyoli edim. Butun Sharq Turkiston xalqi ziyolilam ish qilish kerak, ya'ni ilmiy ish qilish kerak. Qur'onning gibini qilmaslik kerak, siyosiy ish qilish kerak, qalamninglam gibini qilmaslik kerak, dindilam o'qish kerak, ma boshqani fanni o'qimaslik kerak deydigan mandaq o'zimizning tushanchisini umumlashtirishga qarshiman. Yani umumyüzlük bütün düşüncedeki teşkilatlar, şahslar hemmeyle özümüzdeki yolda puxtuluşuş mükemmel ilip berip hemkarlıkla ilip berip ma 2019'dan keyin ma başqacha uyg'onib ketish uchun boşluklarımızın toluqlash uchun bizning boşluklarımızdan bir bo'lgan qurolli harakatninki masalalarini xalqimizga, ikronimizga, tashviqotimizga olib chiqish uchun biz bugun Umar Faruk qarindishimiz bilan naq maydonda jinimizni qo'ltig'imizga qisib qo'yib, bugun bizni Xitoy har xil narsalar bilan qoralab o'tishi mumkin. Qaranglar, mana bu harbiy kiyim kiyibdi, bizga qarshi qurolli harakat qilmoqchi ekan deb dunyo sahnasiga sunishi mumkin. Sunsa sunsun aziz qarindoshlar. Biz bedel to'layli, pidakor quruq gap sotmayli. Bu qarindishimiz balki ati ya saqchidan chaqirishi mumkin. Ya bir narsa ya Xitoy yana az qilish mumkin. O'tganda az qilib 6 oy yotdingizmi qarindishim? 5 ay 3 gün yattım. 5 ay 3 gün. Ben sözünü sizge berime Xatayda şu kuralni tutup sözlegendin keyin nemişler bo'ldi. Buni avval sizningki mush videongizni qarindoshlarga bir qo'yib bergin ba, qisqalan 1 minutda tugaydi. Shunaqa qilsam bo'lamdi. Shundan keyin siz so'zingizni davom qilsangiz. Tamam. Ya'ni men buni dastlabda tayyor qilolmay qoldim, men oxirida ishkaran qo'yishga majbur bo'ldim qarindoshlar. Bunu 这个我们一定要，我们一定要胜利的。你看到了吗？这个我们，你这个土匪，你是个真正的土匪，中国土匪，东亚病夫，你看到了吗？我们准备好的，我们哪一天我们会闯进你们中国，我们东土尔斯坦，我们会胜利的。你们杀了我们的几百万人，几百万农民，几百万儿童，几百万妇女，你们杀了，你们活没了，这个我们都知道的。你这个杂种，习近平杂种，看到这个吗？我们会胜利的，我们冲击中国土匪。听着，我们一定要，我们一定要胜利！听着，你看到了吗？这个我们一定要，你这个土匪，我们一定要真正的土匪，中国土匪，看到了吗？这个病夫，你看到了吗？你这个土匪，我们准备好的，我们这一个土匪，中国土匪，中国病夫，我们你看到了吗？我们准备好了，我们会胜利的。你们我们会杀我们的，我们几百万人，中国几百万东土尔斯坦，几百万会胜利的，几百万杀了我们的，几百万人，你们活没了，这个我们都知道的。儿童，你这个杂种，世界非常杂种，你看杀了，你们会胜利了，这个我们都知道的。你这个杂种。世界非常杂种，看到这个吗？我们会胜利的，我们冲击中国土匪，我们会。Aziz qarindoshlar, yuqorida bu filmni ko'rgan bo'lganlar qarindishimiz naq maydonda Xitoyda qurolni olib turib qo'liga Xitoy tajovuzchiga qarshi o'zining maydonini, xalqimizning maydonini siz şu sözlerinizle yana qaytadan mishada şu hissiyatınız bilan şu qo'lingizda ki qurol tutib turgan holatingizda yana bir qitim Hoş. deb beralamiz. Men ma texnikalik masalani o'zim bu yerda biroz o'ngshatiman, shunga kichikkina sabr qilsak.
Şunu dep demiştim ya. Ha, şunu Xitoycha, ya'ni mishadimi bir Xitoylarga bir nima qila olamsiz yani? O'zing Olur dep. Allah halsa. xo'sh. Başlandı. Boshlasak bo'ladi deymiz. Jungko鬼子，听着，你们真正的土匪，真正的鬼子是东亚病夫，你们会失败的，我们会胜利的。你们杀了儿童几百万妇女，几百万听着儿童，我几百们万一定要农民，你们杀了，荒没了。你们总有一天会报应的。习近平，你这个神狗，东亚病夫，听着，张开眼睛，你们看看这是什么？我们会胜利的。听中着，国老百姓，我们听着，一定要，我们出去中国人民，我们一定要出去，胜利的。你看到了吗？这个，我们，去的。你这个土匪，会胜利的。我们都是三的土沙漠，你们的墓，你们一定要这个账我们会算的，你们一定要这个账交代的。你们好好看着，我们睡醒了，我们一定要报仇，拿血来报仇。我们不会忘记，我们不会怕死。我们知道我们这个路上有很难的，也有死刑，全部有。听着，我们一定要，强大的一个民族，我们一定要胜利的。你看到了吗？这个，一定要报仇的。你这个土匪，你是个一定要拿到真正的土匪，中国土匪，东亚病夫。你看到了吗？我们准备好的，你们杀了很多很多的妇女，我们会装进我们杀了你们很中国多儿童，这个账我们一定要算的。中国鬼子，中国 terrorist， 中国恐怖分子，听着，你们才是恐怖分子，你们才是 terrorist， 我们是地主，我们都是三的地主，我们不是罪犯，罪犯是你们，你们高压关进监狱，杀死了很多很多的人，这个账我们都知道，我们会算的，我们会报仇的。今天我死了，我后面几百万穆斯林，维吾尔族穆斯林要我的农民，我的民族，我的庇护有Allah保护我的。 Allah razı olsun. 这我有很多很多的 Allah razı olsun. 民族，你杀不完，我们会胜利的。绕着瞧，绕着瞧。Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah razı olsun. Muşu Xitoyga nisbatan o'zingizning maydonini, o'zingizning so'zini qildingiz. Uyg'urlarga nisbatan, Uyg'ur yoshlarga nisbatan, qarindoshlarimiz nisbatan hammadan deydi bizga bir jasorat, umid lozim deb. Albatta shu millatga jasorat, umid bag'ishlash uchun biz bu yerda jinimizni qo'ltig'imizga qisib qo'yib chiqib, qarindoshimiz Ömer Faruk'mu jinini qo'ltig'iga qisib qo'yib chiqib bu yerda so'zlaydi aziz qarindoshlar. Uyg'urlarga nima deysiz? Bu so'zingizni mushu shaklda bir ifodalab bering yani. Allah rahmet etsin. Benim Uygur qarindoshlarım deydiğim faqatla uyg'unaylik. Uyg'unaylik qarindoshlar, birlashaylik qarindoshlar. Birlik kuch, birlik quvvat. Zalim Xitoylardan biz intiqom olishimiz kerak, qon qisosimizni olishimiz kerak. Bugun men o'lsam, mening orqamda Allohning yordami bilan sizlar bor. Sizlarning orqada yana avlodlar bor, Alloh bor. Qisqasi hammamizdan Allohimiz bizdan birga.
hürmetli qarindoshlar, bizga Badr urushida kelgan g'alaba Alloh subhanahu va taolo bizga cho'qim berdi. Biz samimiy niyat bilan Allohga talpinaylik qarindoshlar. Biz birlashaylik. Ulamolar, ziyolilar bir-biringlar bilan tepishmanglar. Yosh o'smirlarni qaydurmanglar. Birlashinglar. Mayli dunyoning har qaysi joylarida Uyg'ur dernek başlıkları olsun, her bakanlar olsun, birbirlerine kilişinler, birbirlerine hukuk tanışış, uğraşı, görüş kılmalar. Bizim onda kaldıran vaktimiz yok hazır. Bizim vaktimiz bek az. Tügetkin sikirdağlık birip kaldık yerindeşler. Biz tügetkin sikirdağlık birip kaldık. Biz kaçıncı bunda yaşayımız. Bizdeki korur iman ne etti? Bizdeki iman ne etti? Korur ne etti? İnsan ne etti? Vicdan ne etti kardeşler? Biz fakat küçük balık okşap kaldık hazır. Kim gelse balıkın kamığı okşayıp bizi kalmak kalıp yukan bir tutudu. Biz ziyandatımız. Biz bu ziyanı tanımayla kardeşler. Pul ve bayla. Bunun siz desmesinin pullarımız her bir yak etmeydi. Allah ecrini verdi bununla. Allah'tan korkanlar. Allah rızası için birleşinler. Biz birleşeyle. Biz zalim Xitay'a zerbi vereyle biz. Benim deyliğinin arkasında fakat müşüm. Uygunuş, birleşiş. Yol bastık uygunuşumuz gerek kardeşler. Biz kaçangıcı zalim Xitaylarınki izliş yitiverimiz. Şarkı Türkistan'da turvatkan nurgun nezlime aciz boğullarımız, atlılarımız, ulema ustazlarımız aşularının kıyını bedeli bakan akamda şularının bedeli yaşadığımız biz bu yerden. Aşularının kan bedeli yaşadığımız ya biz. Kanda vicdan bu. Ya vaktimiz nime? Kan jırınlığı yatandık. Zakkum yatandık. Kaynak jırınan içiyortandık ya vaskan esimiz kardeşler. Şunun opmokşaş. Uygununu fikir kılınlar kardeşler. Bizning qarindoshlarimiz, hemşehrilerimiz baskınçılık uçuravatıda kardeşler. Kost yerilip küçük boğaklar, dukapkılar, üstü kebap kılıp yiyilevatıda. Azalarımız siklivatıda kardeşler. Bunun hatim bireyle biz. Kozgulaylı Allah rızası için bir şeyle kardeşler. Allah razı olsun. Allah hemen razı olsun kardeşler. Allah razı olsun. Ben bu yerdeki Nahmeydan anlavatkan ya anlamavatkan kardeşlerime hemen Allah kitapçıdım. Allah subhanahu ve teala çok bir niyet bir maksat keltirip bizne Allah'tan dileymen kardeşler. Allah razı olsun sizden. Allah razı olsun ustaz. Allah razı olsun. Kardeşlerden yüreksizliğini kıldırıp sohbetleştirip imanlaştırdınız. Yani biraz devam kıysak bulamdı. Allah razı olsun. Devam kıysak vaktiniz var mı? Hoş. Biraz devam kıysak vaktiniz var mı? Vaktim var benim. Öyle hiç vaktim var. Allah razı olsun. Yani biz devamlı qarindoshlardan jiq so'zlarni topshirib ilyapmiz. Biz ümidsizlanib ketdi Uyg'urlar, ümidsizlanib ketdi deb. Albatta bu umidni uyga kirilib uxlagan bilan umidlanmaydi millat. Shundoq fidokorlarimiz, qahramonlarimiz, qarindoshlarimizningki maydonlarga chiqib yo'l boshlashi bilan, so'z qilishi bilan, ikrarlarda ko'rinishi bilan endi millat umidlandi. Uning uchun biz bu İşkiranını her zaman şunun için takımayvatımız aziz qarindoshlar. Bu sözlerden ümitleneyli, cesaretleneyli, közümüzün yanadını açaylı, kademlerimiz yanadan müstehkem olsun inşallah. Qarindoshlarimiz sizge yezipti, komutanımız yürkek sağlık, rahmet deb. Allah komutanlardan kıysun. Allah bizim işimizden bu generallarını Baturlarımızı çıkarıp bersin. Bizim içimizden mi jangchilarimizni ko'plab chiqarib bersin.
Bu Evet. 5 ay 3 gün jarayonida bo'lgan siz mi bilasiz hamda bu Türk hökumetining Türk xalqininki keyindan gap qilishimizga bizningki nimamiz yo'q. Albatta ama u yerga sizni qamab qo'ygan bo'ldi va bu yerda chiroyli o'zingizning hayotini yashab chiqdingiz. Bu to'g'riliq biroz qarindoshlarimizga ma'lumot beramsiz. Chunki Turkiyadagi qarindoshlar atrofingizdagilar biroz uqishi mumkin turmadagi hayotni, ammo Baş. dunyodikilar uqmaydi. Mushkilanda butun dunyodan hozir nurg'un qarindoshlarimiz naq maydonda ko'rib o'tadi. 5 ay 3 kun jarayonida nima ishlar bo'ldi? Buni qisqartib gapirasiz. Tamam. Ben bir tutulga vaktim deprey. Bo'ladi. Ben sırt ettim, telefon geldi. Telefonunu açsam öydekilerken. Xo'sh. Taksiler izlep kepti, siz nerede? Dedim. Ben hazır barmen dedim. İşte aldık gelsem biz o binanın dört taraftan kirgen oldu. O binanın dört tarafı kamal kılınıptı. O binada askerlere gelmişti. Askerlerin kışık bassam senin bayağı çerçen yasak dedi. İslam'ın geldim ben desem onu beni görüp tanıdı da beni derhal üstüge muhaberat yapıp bu biz izleyen adam bir yerden geldi dedi. Sonra beni elip çıktı uyamga. Uyamga çıksam meni ballarım bilan chiroyli paranglashib o'tiribdi. Saqchilar meni ballarimni qo'liga ilib akilib o'tirgan ekan barchasi. Askarlar bilan ketgan, g'o'zipaga qurolli askarlar bilan. Xo'sh. Shuning bilan men uyga chigandan keyin salomlashdim. Assalomu alaykum deb desam, alaykum assalom deb o'yindan qo'pib, men chaqchaq qilib, "Qurol nerede? Silah nerede?" dedi. Askarlar qoldi dedim, o'zi kulib ketdi, men kulib ketdim. Sonra benim küçük balamla ilip oynayıp oturup ki ben sakçı. Şöyle hem de biz sanat savcılığının xedini okuyamaz. Sen oynadığın tutu hem biz oyunumuzdan tutup bu savcılığının xedini okudu. Bu savcılığının xedi de hem de müşünde seni çünkü Çin prezidenti küfür yetkenlik için seni biz kötürmez de belki yaklayımız diyen gibi doğarken onu da çırayla kol koyup verdim. Uyandıklarından hemen eşketsek dedi. Ben uyar dedim. Benim uyandıklarından hemen eşketsem küçük bu vakit ballarım var. Bunu eşketsen hiçbir nimsi yok sana. En yaxşı men eşketken işte kıygadım ben boğan için dedim. Onu benim fikrim görmet kaldı. Tamam da bu başlıkı telefon kılıp da başlıkıma hürmet kılıp da ballarım kalsın dedi. Beni eşketti. Eşketip şu bir doktorxona teşkil etdi. Doktorxonada uğamı qanday oldu deb so'radi. Yo'q dedim. Chiroyli meni akilib Qarakolga keldi. Qarakolda bir 7-8 kun yer ostida turdim. Endi 20 kundek 4-qavatda kuz tushoy bor ekan. O kuz tushoy turdim. Jami shu 1 oy turgan bo'ldim bu yerda. Kuz tushoyda. Şunun bilan u yerda meni güzel turma gelip bana. Turma emasken girgandirish markazida bir yo'llab berdigan ekanda u. Ramazonda shu kuz basam o biz bayarda biz ichiga yerda Qur'on o'qisak bo'ldi ekan. Ro'za tutsak bo'ldi ekan. Mesela bir masjid var ekan kichik. Shu masjidda namozimizni o'qidik. Her bir yatak 3 tane adam solayırken yatakның hem işki oçup takamaydı ki yatakны. Şu koridordaki yoğun darvazından takaydı ki. Onun da sır şu tamkımız 3 vaq. Bizden hiç qanday dinli faaliyetlerimiz hiç qanday tosqunluq uçqımıdı bir yerde. Anlatam da. Anlatı yaxshi. Hozir yaxshi. Dinli faaliyetimiz tosqunluq uçqımıdı. Fakat bir yer sizin günahı yok. Ama senin üstadın şikayet yapkanlık için sizi bir yer tutuklap durmayız. Bunun sen konuğunu ağırtma, kusur bakma. Sabır kıl. Sen ibadetini kılıp otta. Edep çıraylık bizge yaxşı mamul kıldı. Biz u yerde bir Xitay komünist zalimlerinin kıygan zulümünü kömedik. Bizi yaxşı mamul kıldı, qarindoshlar mamul kıldı. Bu rast demsek bo'lmaydi. Xo'sh. 5 ay
Allah'ın rahmetiyle şuna yaxşı öttüm ve ibadetlerimiz yaxşı oldu. Balçakalarımız kelse, balçakalarımızda vakit karayıp köreştirdi. Benim 5 aylık hem de bir turista bulan ağırmadım. Ama bu yolumuzda bunda rahat durumlar yok. Bundan bizden yolumuz katli cepalışı mümkün. Cepalık oluş mümkün. Bizden yolumuzda hem de tikenler iniş mümkün. Hem de bizden yolumuzda ölen buluşu mümkün. Allah rızası için kıykan derse her gün ölen insanların, müminlerin korkutanmaydı. Korkaş his kılmaydı müminler. Şunun üstü kerimdaşlarımızın ki her vakit, her zaman korkmazlıkını. Fakat Allah'tan korkan halette Allah rızalık için birleşişini, Allah rızalık için her vakit, her zaman bu davada, yani bu uğraşta, bu zalim Xitay'a karşı boğan bu uğraşta uykumuzun içi çıktırışımız gerek. Biz baranmışsak mı? Çokum şu halette uğraş halde, askeri halde turuşumuz gerek. Tişimizde bu askeri kiyim giymesek mi? Jürkümüzge, kalbimiz askeri kiyimli. Askeri itikat Allah'ın yardımıyla, Allah rızalık için askeri itikat, Allah'ın askeri. Şarkı Türkistan'ın askeri olan hakiki halet turuşumuz gerek arkadaşlar. Biz bu yolda korkmamız lazım inşallah. Biz korksak, bizden kendimiz gibi batkan evlatlarımızın hemisi korkunca olup çoğuladık arkadaşlar. Yani 12 yıl ötse, selimizde çoğula tüyep kırılsak da yani hatırcam bulup 100 yıl arkadaşlar. Biz oyğunaylı. Birbirimizin kendinden gayret kılmaylı. Her gün birbirimizin acır tutuduğun, takip tutuduğun meynet işlerini kılmaylı arkadaşlar. Benim bu kırındaşlarım dediğim şu. Allah hemmeden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Rahmet. Bu yerde Kursdan buldum. Kırındaşlarımızga neçe 10 yıl mabeyinde burun mellam jığlaytım yoki sizlam jığlaytınız. Yani bir Uygur kırındaşımız jığlamaydı. O xalagancha vatanga kirib chiqalaydi, xalagancha ishni qilalaydi. Bu siyosiy ishlarga aralashmanglarmi deyalaydi. 2-3 yilning oldida chet eldagi muhojirlarning %90% bu da'voga yaqin kelmaydi. 10% adam yig'laydi, 10% adam qaqshaydi, 10% adam shu da'vo uchun chepib yurdi. Yig'lab qaqshab yuradi. Bugun hamda sizmi yig'ildingiz, menmi yig'ildim, yana birisi yig'ildi. Hammalarning ustiga bu det o'xshash keldiki, Xitoy bu qitim bizning manfaatimizga ziyon silib, manfaatga kelgandan keyin butun Uyg'urlar uyg'onishga boshladi, uyg'onib ketdi. Aslida bizningki xalqimiz mushu so'zlardan uyg'onish kerak edi. Allohning oyatidagi va iyaya farhabun va iyaya fattaqun, mendan qo'rqinglar, mendan boshqadan qo'rqmanglar degan oyatdan uyg'onish kerak edi. Ama onundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıldan beri alimler desimi uyg'onolmay qoldi. Maalesef, afsus. Şunun bilan Allah'ın açığı kelib, unda olsa ma sınaqni 5 yıldan ko'chirib beqinglar deb, endi hozir bizga sınaq keyin-keyindan kelgandan keyin bütün muhojirlarning ko'pinchisi hozir uyg'onib bu da'voga otilyapti. Ammo tushunchada farq bor. Tushunchada farq bo'lishimiz Alloh shunday yaratgan, uni biz o'zgartirmaymiz. Birsimiz siyosiy faoliyat qilishimiz kerak deymiz, birsimiz faqat tijlik bilan ishni qilishimiz kerak deyotganlar. Ba'zilar faqat demokratiya bilan inson haqlari bilan ishni qilishimiz kerak deyotganlar. Xo'sh. Men biz boshdan bu ikkironga qarab gap qilaman. Chunki bu qarindoshlar naq maydonga telefon qilolmaydi, uni buni ikkironliq yozadi. Aziz qarindoshlar, qanday gapinglar bo'lsa, mana naq maydonga telefon qilinglar, ikkironga jiq yozib nim qilmanglar. Yani demakchi o'g'lim nima deganda, bugungi kunda bu Xitoyning bizning manfaatimizga ziyon selishi bilan
ata-analarımız bilan kurashtirmasligi, vatandagi iqtisodiy kirimlarimizni uzishi, bu kampalarni ichib ata-analarımızga vayron qilish bilan va urug' tuqqanlarimizga vayron qilish bilan biz hammaylar uyg'onib bu yo'lga kelyapmiz. Tushunchada siyosiy tashkilotlar faqat siyosiy faoliyatlarni qilish kerak deydigan, ziyolilar faqat bayroq bo'lmasimi, shu ziyolilik qilishimiz kerak deydigan narsa burun bek ig'irdi, ammo hozir biroz tuzilib, hozir yaxshi bo'lib, ziyolilarmi bu bayroqning qishiga keldigan, bu nimaning ichiga keldigan bo'ldi, ya'ni bu da'voga keldigan bo'ldi. Ammo ilqi ma'lum bir tushunchani o'tirg'i olib chiqib, qurolliq tashkilot, qurolliq olatlarni elib mengishimiz kerak degan vaqtida siyosiy, ijtimoiy, ilmiy tashkilotlarmi darhol yo'q bunday qilmaydiq deb to'sadigan ahvollarmi bo'lyotidi. Agar siz qila olsangiz, millatni qoyil qila olsangiz, biz sizning keyningizdan mangamiz demoqchiman. Har qanday tashkilot, har qanday rais millatni qoyil qiling, demokratiya, kishilik huquq, mayli siyosiy faoliyat yoki ilmiylikdan bu Uyg'ur qutuladi degan masalada millatni qoyil qilsa, biz hammaylar uning keyindan mengishimiz majbur. Ya'ni aqldorlarning keyindan, olimlarning keyindan mengishimiz kerak. Millatni qoyil qiladigan nizam, fikr, strategiya bo'lmay turib, ani qilmayting, mani qildiq, mani qilmayting, ani qildiq deb o'zimizning davosini asoslashtirib, uni g'ollashtirib, mush millat faqat siyosiy faoliyat bilan, ya'ni siyosiy harakatlar, lobbichilik bilan qutuladi deb mutlaqlashtirish yoki bu millat faqat o'qitish bilan, ma'rif bilan qutuladi, ma'rifdan boshqasi baka deb mutlaqlashtirish yoki bu millat faqat nima bilan shu qurol bilan qutuladi, quroldan boshqasi baka deb qurolli harakat tushunchasidagi kishilarni mutlaqlashtirish bu intayin xato bo'lgan bir ish. Hammaylar har tarafdan azaldan buni butun hukumatlar, butun dunyo, hatto bizning islom dinimizdami payg'ambarimiz umumyuzlik ilib bordi buni-chu. Agar birini qo'yib, birini tashlab manganlar ziyon tortdi. Zaten 30 yildan beri biz xalqaro siyosatda, dunyoda biz hech bir zaman qurolli harakat qilamiz yoki qurol bilan Xitoyga qarshi chiqamiz deyishdan bakrak ilmiy harakat qilamiz, tinchlik bilan mangamiz, demokratiya bilan mangamiz degan narsa bilan bu kunga keldik. Ammo buningdan keyin xalqaro bizning kona klassik uslubimizni qayta o'ylashib ko'rish kerak. Davlatlar, millatlar, parlamentlar, hukumatlar va bu millatning ochiq kelganligini bilish kerak. Agar biz Sharq Turkiston davosiga boshqacharoq qaramaydigan bo'lsak, bular harbiy kiyimni kiydi ekan, qurolni qo'liga oladi ekan, bularning ochiq kelibdi. Bular eng xatarli holat kelibdi degan narsani butun dunyo o'ylanish kerak deb biz bu bishoratni ikron yuzasidan butun dunyodagi hukmronlarga beryapmiz aziz qarindoshlar. Uning uchun o'rtaq harakat qilaylik. Bizning ilmiy qanotimiz bo'lsin, qurolli qanotimiz bo'lsin, siyosiy qanotimiz bo'lsin, qalamiy qanotimiz bo'lsin, ma'arif qanotlarimiz bo'lsin, ilmiy, arabiy, ya'ni islomiy qanotlarimiz bo'lsin, madaniy qanotlarimiz bo'lsin, san'at qanotlarimiz bo'lsin. Bütün qanotlarni biz her kishi ve her tashkilotlar o'zi qila oladigan bütün o'rtaq xizmatlarni o'rtaq qilaylik ki her birimiz o'zimizning xizmatini g'o'l va mutlaqlashtirib, mushuning bilan qutuladi, boshqa ish bekorda bir-birimizni chetga qo'ymaylik demoqchiman. Ya'ni ba'zilar chiqib biz Uyg'ur xalqi madaniyat, chunki yaqindan beri bir narsa bak bazoti bo'lyotdi, bazoq silinayotdi. Uyg'ur xalqining mavjudligini qo'rish uchun uningki madaniyati bilan san'ati bilan bo'lsa, Uyg'ur xalqi menga yo'qolmaydi. Madaniyat, san'atni ching tutishimiz kerak, boshqa narsani tutmasak deydigan boshqalikni chetga qoqadigan, o'zining turidagi narsani qutublashtiradigan va qutlug'lashtiradigan, ya'ni mushras qog'in yolg'on deydigan narsa biroz ig'ir ketyapti aziz qarindoshlar. Biz diqqat qilaylik. Biz ham dindor millatmiz, hem ilmiy milletimiz, hem mötedil milletimiz, hem medeniyet sanatımız bo'lgan bir milletimiz, örf odatimiz bo'lgan bir milletimiz. Hergizmi bir milletning mavjudligini faqat san'at bilan uni qo'riya oladi, uni qo'g'diya oladi. Boshqa narsa bilan biz qo'g'dilanmaymiz deydigan menda xato tushuncha to'g'ri, ammo mutlaqlashtirish xatodir.
Bizning islomiy qanotimiz bo'ladi, san'at qanotimiz bo'ladi, diniy qanotimiz bo'ladi, ilmiy qanotimiz bo'ladi. Ammo biz payg'ambar alayhissalomninki asosliq islomiy yo'l yo'riqi nizomnomasi bo'lgan xayral umuri avsataha so'zini biz o'zimizga terak qilib ching tutamiz. Ishlarning eng yaxshisi o'tiral bo'lgan yaxshi deb biz radikallikqa, oshqullikqa ketmaymiz. Biz zat uningga ketmadik azaldan hech bir zaman xalqaroda Uyg'ur terrorchilar bo'lib boqmadi. Uyg'ur radikallar bo'lib boqmadi. Uyg'ur oshqullar bo'lib boqmadi. Faqat Xitoy qarlab boqdi, Xitoy oshqullashtirish uchun harakat qilib boqdi. Ammo xalqaro bizning qanchalik dinga e'tiqod qilganligimizni, qanchalik yo'lda qanday mangdiganligimizni biladi. Shu haddidan ziyoda qo'rqib, Qur'oniy qanotimizga qarshi chiqib, buni yo'q qilsak bo'ladi. Biz faqat siyosat bilan mangtoq deydiganlar o'zingiz ishingizni qilavering, siyosatingizni. Biz sizni qo'llaymiz, biz siz bilan hamkorlashamiz, ammo bizning ishimizni qiyinga qo'ying. Bütün 2019'dan keyin bütün tashkilotlar, bütün tushunchalar o'rtaq shaklda bas-basda sayraydigan, bas-basda harakat qiladigan, bas-basda birlashib hamkorlashadigan bir zamonimiz keldi demoqchiman. Aziz qarindoshlar. İnşallah. Ömer qarindoshim biroz saqiltib qo'ydim chunki siz bilan Yok. biz suhbatning oldida deyishib olgandik, o'rtaq paranglashaylik, o'rtaq suhbatlashaylik deb. Buning uchun men ancha-muncha ko'nglimdagi qarindoshlar deb qo'ygan bo'ldim. Ya'ni sizning bu to'g'risida, ya'ni bu tushunchalar masalasida qaytib qo'yadigan so'zingiz bo'lsa, oson bo'ladi. Bo'lmasa boshqa savolimni so'rasam bo'ladi. Benim bu cihetle düşüncemimde abim sizde ödep getler. Her adam özünki ılgarlık, Xo'sh. ihtiyacı karta ılgarlıklar olan bu küreşli kılış gerek. Hemmimiz on kanat, sol kanat oluşumuz gerek. Bizden hem de başka bir şey yolumuz yok. Xo'sh. Biz çokum fikrimizde ortak bir fikirge. Yani Cumhur Komünistlik Xitay neciz kafirlerine karıştırış. Kandakıganı karıştırış. Kandakıganı bu karıştırışınki neticesi galbege aylandı. Bizlik nimba. Bizde bu galip kılanmaslıktan zaten sebebi nimet. Bu şu fikirli kattık oynayışımız gerek her bir Müslüman. Her bir Şarkı Türkistan'ın oynadığı, Türkistanlık'ınki oynanılan fikri bu. Şun oynanğanda birlik kilalaymayız deb şu düşünceli oldum ben hem de. Allah razı olsun, rahmet. Sizning bu Türkiye turmusida yatgan avval bu kadar mı? Yani müşinchilik yetemdi sizning deb birishlarga? Yoki buni qaytib qo'ydigan, masalan, Xitoyning besimi tarafdan bo'ldimi bu ish, masalan, deylik. Bu Xitoyning besimi bilan bo'ldi bu. Mening bunda deganim albatta Xitoyning besimi bilan bo'ldi. Qonuniy tarafdan sizning aşağıda 5 ay yetişinglar qonunliqmi? Qonun tarafdan qandaq bir tushuntirish berdi sizlarga? Ol dedi, seni Türkiye'de o'g'lini tillash hech gunoh emas dedi. Qonun jihatdan men gunohsiz bu yerga yetishgan. Men hech qanday haqqi yo'q. Ammo Xitoy zolim Xi Jinping Recep Tayyip Erdoğan'a telefonda yarım saat sözleşkendiği keyin etigeni sözleşti, keçti men çıktı. Bunu qaylab çokum şununki, Xitoyning zolim Xi Jinping'ninki, Xitoy Komünistlikning boshlig'ininki. Şunun besimi bilan bo'ldi deb o'ylayman. Yani buningga sizningcha shu Xi Jinping o'zi bevosita aralashganmidi sizning bu shu qurol ko'tarib? Nim qilganinglarga Xi Jinping o'zi aralashdi deb qaraysizlar? Şu men onunki suiqasdli deb o'ylayman. Yani bu yerda cho'ng yerdan aralashib sizlarni tutqizib o'tdi degan gap. Shunday. Ammo lekin buni men qo'rqib ketmadim inshaalloh. Qo'rqmayman. Xalqim qo'rqmaydi inshaalloh. Chunki biz bilan birga turayotgan Alloh. Biz zarga qo'rqmasligimiz kerak.
Ya bu korkmaslık meselesini biz halkımızga anlatammayapmiz. Şunda. Biz Gollandiyada 2009-yili Urumchi voqeasi yuz berganda 250 necha nafar qarindishimizni nimaga turmaga soldi Gollandiyada. Hoş. Turmaga soldi. Yatdiganlar yatdiq. Men shu turmaga kirdim. Nurg'un qarindoshlarimiz oldi keyin olab chiqib ketdi. 10 kun, 13 kun yotganlar bo'ldi. Undan keyin iqtisodiy jazo qo'ygan bo'ldi. Ammo saqchilarninki bunga nisbatan bizlarga nisbatan masalan nimasi bek yaxshi bo'ldi muomalasi. Gollandiya turmusda biz tutilgan qarindoshlar cho'ng zalning ichida biroqli so'lagan vaqtida ayrim so'lashdan burun biroqli so'lagan vaqtida shu yerda naq maydonda Allohning da'vatini millatning nutqini shu yerda saqchilar bizni qorshab turgan yerdimi turmaning ichida shu yerda erkin biz so'zlashimizga Gollandiya hukumatı yo'l qo'ydi. Konsulni chaqqichi oraliqdimi Gollandiya hukumatı ya'ni saqchilari bu yerda o'zining axloqi bilan chiroyli muomala qildi. Konsulning ish derazalarining hamma chiqib bo'lgandan keyin chunki bizning amalimiz bo'lmagan u konsul nima uchun chiqildi u yerda u ayrim bir masala. Ammo xalqaro dunyo bizdek yavaş millatni ko'mabdi. Chunki biz deymiz boshqalarga desak ishonmaydi ekan. Uyg'urning davosini boshqalarga desak ishonmaydi ekan deydi ekanmiz. Biz har qatim namoyishga izin aldigan vaqtida, ruxsat so'raydigan vaqtida saqchiga telefon qilamiz. Telefon qilib namoyish qilmoqchimiz palon kuni palon yerda Xitoy konsulining oldida Pokoniyada qilamiz degan vaqtimizda saqchilar necha odam kelasizlar deb so'raydi. 30 odam, 20 odam, 50 odam degandan keyin voy bu sen davomli 30 odam deydi ekansan, 8 odam keladi ekan, 6 odam keladi ekan. Sizning millat bu yerda yo'qmi? Bu qiysanglar tuzuk agishda qilinglar bo'lmasa shu anangning o'chqiga o't qalasanglar bo'lmamdi deydi saqchilar. Chun biz nomus qilamiz u yer. Chunki odam kelmaydi zot. Undan keyin 8 odam chiqib u yerda parlament qog'ozga taklif sunib, uni buni qilib qo'ygandan keyin bo'limda qaylab ya Gollandiyada 2000 odam bor, 20 odam bor. U yerda zulm bo'lsa bu sizlar bu zulm g'amminglar bu bundaq jiddiy qaramay bu zulm yo'q ekan sizlarda. Sizning bu qarab bunda ahvolingni qarasak, sizning kayfiyatingizda bir zulm bordek emas. Deydi shu vaqtida-chu. Deb ishengil unumasligim rost. Chunki biz xalqaro dunyoga o'zimizning zulmini haqiqiy shaklda anlatamadik, umumiylik uyg'onamadik shu zaman 2 yilning oldida. Uyg'onamagandan keyin ular ishonmadi. Bugungi kunda 5 yoshlik bolami internetga chiqib, bugun o'zining dadasining davosini qilyapti. Mening dadamni tutib oldi vatanda. 7 yoshlik bolam qilyapti-da, 70 yoshlik odam bugun ayni ko'rib turibsizlar Anqaraning yo'lda Tayyip Erdo'g'onga men dardimni aytaman deb ketyapti. Buni ko'rgandan keyin butun dunyo buningga inkos bildiryapti. Indoneziyada nima bo'ldi? Malayziyadagi 11 nafar qarindishimizni sobiq Cumhurbaşkanı qutqizib qoldi. Turkiyaga yo'lladi. Bu da Turkiyada qutulib chiqdi inshaalloh. Bu hozir Kuveyt parlamentida rasmiy bizning masalamiz o'tirib qo'yildi. Kuveyt degan bir kichik davlat. Ayni vaqtda Iroqning bir kichik bir o'lkasidek bir yerda. Kichik bir davlat Xitoyga nisbatan bir chuvindek ko'rinadigan, mundaq bir ko'z yilmaydigan bir davlatlarmi bugun Xitoyga qarshi o'zininki maydonni ifodalab, "Sen Uyg'urni mundaq qilib lagerlarga solatsa, da'vatidiki bizning dardimizni biz maydonga chiqarganligimiz uchun aziz qarindoshlar. Biz chiqqanligimiz uchun. Biz chiqmasak dunyo anglamaydi. Biz chiqib o'tibdik, anglatdik. 2019-yil biz qaytadan bir chiqaylik. 2019-yil Uyg'urninki butun dunyoga echiladigan, butun qanotlarini hozir qiladigan mayli Dunyo Uyg'ur qurultiyi, mayli Sharq Turkiston majlisi, mayli ma'rif tashkiloti, ulamolar birligi, mayli boshqa ayollarning tashkilotlari, men unutib qolgan Yevropadagi 10 necha davlatning ichidagi butun yerlik tashkilotlar hammaylar 2019-yili qaytadan qo'pab ketadigan, bizning qurolliq tashkilotlarimiz qaytadan dunyoga o'zining bog'lig'ini ko'rsatadigan yil. Agar yildan o'tib ketib qolsa, mush yil tinch ketib qolib qolsa, Xitoy bizni yebitadi, Xitoy bizni yo'qotadi, Xitoy bizning xalqimizni qarindoshlar yo'qotib qoladi. Biz yilni
bek nemijil ma'lum. Biz uchun intayin kritik, intayin diqqat qiladigan nihoyatda inchki bir yil. Uning uchun biz bütün qarindoshlarimizni ichkaranga akilib, bu qanotlarimizni to'liqlayli. Hamma yerda qanotimiz bo'lsin. Bizningki dunyoning boshqa joylarida o'zini qurolli tashkilotlar deb e'lon qilayotgan, o'zini mujohidlar, Sharq Turkiston mujohidlari deb e'lon qilayotgan qarindoshlarmi xalqaroga to'g'ri bir shaklda, to'g'ri bir bishoratni berish kerak. O'zining terrorist emasligini, ular terrorist emas, bugungacha bizning qurolli tashkilotlarimizning chiqasini xalqaro dunyodan terrorist demadi. Ammo Xitoy terrorist deb turib, har qatimliq millat Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Birleşmiş Devletler Teşkilatı yig'inlari, Şimal Atlantik Teşkilatı yig'inlari bu yerlarda va boshqa yerlarda masalan davomli Uyg'ur qurolli tashkilotlarini terrorist ko'rsatib tirishadi, ammo dunyo uning ishonmaydi. Chunki biz dunyoda hech bir yerda terroristlik qilmadik bugungacha. Qilmaganligimiz uchun unda isbotini ko'rsat deydi. Isbotini ko'rsat desa Xitoy isbot topolmay, hech nima topolmay, siz bizdek odamlarning so'zlarini, iqrorlarini ilib, shuni chiroyli video qilib, Dünya Saqlash Tashkilotiga, buningga, Birleşmiş Milletlerga hammasiga sunib beqishga terishyapti. Hozir bizning shu nimamizni Xitoy iqrorga ilib, dunyoga sotqa bir yerga berishi mumkin. Ammo biz qo'rqmaymiz. Bak qo'rqmaslik masalasini qarindishimiz Ömermi deb o'tib ketdi. Aziz qarindoshlar, qo'rqmayli. Allohdan qo'rqayli. Men oyat hadis o'qisam bu yerdan tabliğ soruniga aylanib qolmasin bizning suhbatimiz. Allohdan qo'rqayli. Allah bizning rizqimizni yozgan bir. Allah bizning nerede o'lib ketishimizni, nega ko'milishimizni yozgan. 2. Allah bizningki g'alaba, mag'lubiyat qilishimizni Allah belgilaydi. Allah bizning sababiyatni kutadi. Allah bizdan mendilli qo'rqanli deydi. Bu la ilahe illalloh so'zining ma'nosi Allohdan boshqa hokimiyat yo'q. Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka qo'rqashga tegishli zot yo'q. Allah'tan başqadan qo'rqma degan gap. Allah'tan başqadan başqa baş egma da'vosi biz qo'pab bir chashqan yeydigan, chuvin yeydigan, qo'ng'oz yeydigan bir Xitoydan qo'rqab, bu chet elga chiqib olibmi? Bu Abdurahmon Hasan qarindishim kunda dodlab ketadi. Stress bo'lib ketibdi bir qatim ko'rishdik. Ya millat nima bo'layotgandi deydi. Hatto bazı analarımız, ağaçlarımız guvohlik berish uchun ikromga kelsa, uningki yondagi kishilar ular hamda nima deymiz? Uni men demayman. Kishilar qo'pab voy chiqmay turing, urug' tuqqaningizni yana solab qo'ydi u bu. Qarindoshlar, urug' tuqqanlarimiz solandi. Mening urug' tuqqanim sizning urug' tuqqaninglar emasmi? Mening ota-onam sizlarning ota-onanglar emasmi? Sizlarningki mening ota-onam emas. Nurg'un odam hayot turmadi deytiyotdi. Biz umumiyuzlik chiqishimiz kerak. Hemmeyle ortak şekilde tosmaslıkımız gerek. Allah'dan qo'rqanglar shular. Allah'dan qo'rqayli. Allah'ның yoluga bir atlanıp gitaylik ki Sharq Turkistonimiz uchun, Sharq Turkistonimizning mustaqilligi, Sharq Turkiston, mustaqillik degan gapni qaytib qo'ymasak, boshqalar har xil batnomlarni hozir to'qiyman deb turdi ekan. Asli %100 Uyg'urlarning hammasi mustaqillik talab qiladi. Buni najiq pishni olib ketyapti jamiyatda. Bu mesleği bek nim qilmaylar. Bu Uyg'urlar mustaqillik istaydi. Azaldan mustaqil millatimiz, davlatlarimiz bo'ldi. Shuni qayta bozog'i silib Uyg'urlarni bo'lmayli, pishni pasat qilmayli. Allohdan qo'rqayli deb men so'zimni yana qayta Ömer qarindishimizga beraman. Ya'ni Turkiyada qarindoshlarimiz nurg'un planlarni qilyapti, nurg'un harakatlar bo'lyapti. Masalan, siz bugün kechda men yo'lga chiqaman dedingiz. Nurg'un qarindoshlarimiz hamda qo'rqib namoyish qilib kelmayotgan, nima qilinmayotgan, undan keyin iqomat yo'q, u bu yo'q deb biroz besim bo'ladi-da. Bularga nisbatan bir umid xarakterida bir gapingiz bormi? Ya'ni tutib solab, shuni bir deb turing. Hurmatli qarindoshlar, bizningki so'ngak yigitimi o'tib ketib bo'ldi. Qarindoshlar, bizni qo'rqadigan hech nima qolmadi. Ko'rib biqinglar, Anqara yo'lida bedel to'layotgan Ali Akbar Qarajimdan
başka yana 70-80'ler geçirgen dadılarımız meňwadydy. Muşu sokakta hakiki ot yürek yaşlarımız meňwadydy. Mikroban ana ağaçlarımız meňwadydy bu yolda. Ankara toslap kaldı kardeşler. Biz ümitlik bolgan halatda biz ular yetişeýlik kardeşler. Eğer men bir Şarkı Türkistanlyk mening vazifem Xitay kommunistlerine karıştırış. Kulağını toktat, ey necis Xitay deydigan, müşunda niyetim var deydigan kardeşler bolsa, bugün nazır mininglar. Ankara'ya kaylap mininglar. Elekber karajık yetişinglar kardeşler. Biz birlikte davayımızı anlataylı. O ustazga, şu dadılarga biz destek olaylı kardeşler. Bizim neyimiz kaldı? Ümit var, yaşamımız gerek kardeşler. Benim teklifim bu. Allah sizden razı olsun kardeşler. Yani siz şu vaqt Qur'anny qo'lanyň ağa wagtyňyzda şu nem kıldı, şu ýerde tutulup ketişiňizni bilemtiňmi, bilmemtiňmi? Hataydy. Otның içi çirişini bilgende, çokum küyüp gitsin bilgende. Benim o tutulup ketişimge Allah bir konumu sep bolan bir iş bu. Ben o Kur'an'ı kulağım gelişte ya birisininki şükür düşülen. Ya ki birisinin ürgütüş ya ki ilham bir şeylen ağan emez o Kur'an'ı. Benim öz ihtiyarım bile. Askerlik kışığı badım. Kardeşim ben Kur'an'ını ver, ben bir azrak bir sözem bakılınlay dedim. O askerime işkilenmeye verdim aşşenip. Ben Kur'an'ı aldım. Jürek sözlerini Allah Teala sözletti. Bu söz yalnız menimlam emez. Şarkı Türkistan yaşavatkan şu mezlum kerindaşlarımızdan, yani maciret yaşavatkan şu kerindaşlarımızdan, musafirlik bişiğe taştek tikivatkan şu kerindaşlarımızdan, ata-anasından ayrılıp, tüm uçuruşla, körüşeşle, alakalı üzülüp ketken, her xil Bismillah, bir katlıka kişivatkan şu kardeşlerimden yürek sözü de kıldım. Bunu Allah rızalık için yürek sözü de kıldım. Bunun kendiki tutulup gidiş, ya ki kesilip öldürüş, her xil ihtimallık bab oğanı bülüp kıldım. Çünkü Allah subhanahu ve teala özü kovdaydı. Ben şunu özümü tatbik kıldım. Ben ümitsizlenmedim. Bunun meselesi ki turmadan Ali Ekber Damollajymyň meselesi toğruluk bir düşündürüş berip ete. Abay biz Nak Meydanda ziyaret kıldık. Başka teşkilatdaki kırındaşlarımızmı Ankara'ya yoluga çıkıp bulaga hemden bolaşını destek berişini, yardım kılışını deptiken Ali Ekber Damollajym işninki toğır terpini kılaylı biraz şu işini hata ketip kalmasın. Hazırca biz yeterlik, biz evvel qarab iş qilamiz. Hökümet bizge qaysi şekilde cevap berdi. Şundan qarta biz iş qilamiz deb Seyit Hacim ve onundan başka bir qancha teşkilatning rahbarlariga kelmey turanglar depdi. Şuna men masalanki abay degan şu yo'lga chiqinglar degan bu so'zlarga nisbatan Allah razı olsun asli degandek yo'lga chiqishimiz kerak. Bu intayin to'g'ri so'z, ammo Ali Ekber Damollajym bilan bir ko'rishib o'tib maslahatini ilip inşallah yolga çıksanlar nayet takım toğru olur dep qarayman Ömer kardeşim. Çünkü o bazı meselelerden habersiz kalgan boluşunuz mümkün. Doğru. Hem de çünkü bu Türkiye sakçıları bizden sakçımız, askerler bizden askerimiz. Onlar her cihetten öz kolaylık aletde neymiş kılışını biliyordu. Eğer dernekteki mayli kimler bolsun şu fikrini oturup koygan bolsa ulan öz bilip bir iş biliyordu dep bilemen. Amma lekin biz ularni yalnız hergiz garip tutup koygan alet koyup koysak bulmaydı.
Albatta, albatta. Hergiz ularni yolg'iz tashlab qo'yishga bo'lmaydi. Bizmi Yevropada turib. Özüştüm Mahmud'u. Hmm. Dert elemini jürgü toşap ketken Şarkı Türkistanlık Uygur Müslümanlar için. Kanunumuz Kur'an-ı Kerim depsenli boğanlık için. Mescitlerimiz yıkılganlık için. Kur'anlarımız köydürülgenlik için. Kızlarımız baskıncılık uçurganlık için. Boğatlarımız köydürülüp kavap olap. Zalim kapırının kaynağını çekip bakanlık için. Şunu için vardı. Vatanımızdan baylıklı talantırış boğanlık için vardı. Biz şunun için ulanı yalnız koysak olmaydı dep oylayman. Hem de Elekber Karacım işine başkaça öğrenip ketmesin degan bolsa, biz Elekber Karacımның fikrini hürmet kılımız. Xo'sh. Şu hürmet kılgan asasda her bir Şarkı Türkistanlık Müslüman kardeşlerimiz şu Elekber Karacım bilen alakalışı yolga chiqsa mı boludu yoki sabr qilib o'rinda turib shu qalbida shu ko'pchilikka duo qilib duo bilan yordam bersin bo'ladi. Shunda. Uni Ali Akbar Damollojim bilan men keyin naq maydonda bir nim qilay dedim. Uninggacha biroz charchab qolganlik uchun ertaga ko'rishadigan bo'ldik. Inshaalloh erta yana bu naq maydondan ziyorat qilishga davomli men tirishman inshaalloh. Bu sizlar hozir mandaq bir masala bor qarindishim. Xo'sh. Biz har qitim programma qilsak, biz ekranga telefon nomerimizni chiqarib qo'yamiz. Ma'lum bir tushunchani, ma'lum bir fikrni qilgan vaqtimizda qarindoshlar jimjit hech narsa demay, nihoyat yumshoq boshliq bilan, ya'ni nihoyat axloq bilan chiroyli anglab o'ltirdi. Undan keyin islom birisi bir narsa desa, darhol telefonlarımız xatga to'shab ketadi. Voy anda qilibsizlar, mandaq debsizlar deb. Aziz qarindoshlar, bu bir sorun. Naq maydon telefonimiz bor. Bu telefon sizlarning yozayotgan bütün inkaslarыңlar, bütün so'zlaringlar naq maydondan biz ko'rib turimiz. Mishada telefon qilinglar bizga. Sening ma fikring xato. Mening ma fikrim to'g'ri danglar, sizning fikringlar to'g'ri bo'lsa, biz buni qabul qilamiz. Keyin mangimiz. Olimlar, professorlar, doktorlar. Mana hozir bizning suhbatimizda bir qancha doktor bor hozir va bir qancha bütün tashkilotlardan kishilar bor. Undan keyin mayli Turkiston ulamolar birligi bo'lsin, mayli boshqa tashkilotlar bo'lsin, hammaylar bor. Seyit apandim birozdan oldin bir ziyorat qilib, nim qildi. Hozir chiqib ketdim bilmayman. Naq maydonga telefon qilib bizning ideyimiz ma'lum yerdan yergacha deb qo'rqmanglar aziz qarindoshlar. Bizdan qo'rqamsizlar, bizdan qo'rqmanglar. Bizdan qo'rqmanglar, Xitoydan qo'rqmanglar. Bizdan qo'rqmanglar. Birli qo'rqaydigan kishi bor. Birli qo'rqaydigan zot bor. Allohdan qo'rqinglar. Qanday fikringlar bo'lsa o'tirib qo'ysanglar, to'g'ri yo'lga boshlab mang'alsanglar, doktorlar, olimlar, aziz qarindoshlarim, biz sizlarning kanalda mang'uz. O'zinglar o'yning ichiga muxtilib kirib bilsanglar Qur'onni, bilsanglar hadisni, bilsanglar kitobni, bilsanglar qalamni, bilsanglar she'rni, ya'ni bilsanglar binasini quchoqlab yetib undaki millatni a yo'lda mangiz to'g'ri bo'ladi, ma yo'lda mangiz xato bo'ladi. Anda qilgan bo'lsak, manda bo'ldik, manda qilgan bo'lsak, qutdik, manda qilib quturib etdik deb bunday tayan toba gapni, quruq gapni qilmay maydonga chiqinglar. Bugun dunyoda ikki narsa haqsiz. Birisi ilm haqsiz, ilm. Kitob, ilm, o'rganadigan texnika butunlay haqsiz. Bugungi kunda bir inson bir narsani o'rganaman desa, Google'ni ichiblar, darhol yozsa, buningki va YouTube'ni ichib darhol yozsa, suratlik, suratsiz hamma ilm oldiga sakrab chiqadi. Chiqish yo'llarimiz. Yani birisi ma bizning ikronimiz haqsiz. Biz Ömer qarindishimizdan bijmo'chan pul olmaymiz, yana birisidan bijmo'chan pul olmaymiz. Faqat studiyamizningki oyligini to'lashda qiynalganligimiz uchun bir e'lon chiqarib qo'yibdik Facebook'ga. Bir qancha 100 euro pul bir oyning ichida bir qancha 100 euro tushdi. Bizningki bir oylik ijoramizni to'lashga yetmaydigan bir narsa tushyotdi. Buni majburmi qilmadik hech kimga. Yana haqsiz. Telefon qilinglar. Mishada dangli qo'rqma akshi bo'lsak inshaalloh. Mishada danglar. Keyindan videoga chiqib, uni qilib, bu qilib yoki WhatsApp to'plarda an dedim, an debdi.
harbiycha kiyim kiyibdi, mundaq qilibdi demanglar. Mana shu yerdan erkaklar naq maydonga telefon qilinglar. Qilib sening ma ishing xato, ma ishing to'g'ri, ma so'zing xato, ma so'zing to'g'ri deb mishadi deyishaylik. Biz nimadan qo'rqamiz? O'zimizning televiziyasi, o'zimizningki suhbatxonasi bu. Biz qo'g'daydigan, biz ambahirlaydigan, biz taqitdigan suhbatxona bu. Bizning shaxsiy nimamiz emas. Butunlay xalqning yardım bilan mengayotgan bir ishxona bu. Ama uyamda qilitim, hozir uyamda kichik bolalarimni qo'yg'achqa yig'lab qaqshab ovoz kelib, men ishxonadan birini ijara elib, mush millatning puli bilan ishxonaning ijarasini to'lab, uningdan keyin topolmagan yerimga o'zimning yanchiqini kesib, bolalarimning haqqini, yeydiganini, ichadiganini mishak ishiltib, men mangdiryapmiz sizlarning yordaming bilan. Buning uchun bu yerdan to'liq foydalaninglar. Naq maydonga telefon qilib, qarindishim biz sizni qo'llaymiz, yo qo'llamaymiz. Bizning fikrimiz ma'lumdanglar, ammo chiqib ayta Facebookka, WhatsAppga voy andati, mandati, ma'vu radikal bo'lib ketibdi yoki mo'tadil bo'lib ketibdi deb mandaq ishning keyindan ish ko'radigan xotin kishi mijoz shakldagi ishlarni bizga yarashmaydi qarindoshlar. Hamma ish maydonda bo'lishi lozim inshaalloh. Shunga yana naq maydon nomerimni davatay 0031 68 40 15 206. Yaqindan beri Xitoy bizga dahshat hujum qilib ketayotdi. 3-chi qitim o'tgan oy 3-chi qitim uyimga o'g'ri kirdi. Bir yilning ichida 2017-yili 3 qitim uyimga o'g'ri kirdi. Butunlay Xitoydan gumonlanyapman, chunki eng eski kompyuterlarimdan tortib ichib ketdi 2-chi qitimda. 1-chi qitimda o'zimizningki mol-mulkidan biroz iqtisodimizdan biroz chiqib ketdi. 2-chi qitimda eski kompyuterlarimizda, 3-chi qitimda hech narsa topolmay, buning hech narsa qolmabdi deb chiqib ketdi. Butun uyini vayron qilib o'tib, bizga hujum bakjiq bo'lyapti. Uningdan keyin hozir biz buni hozir Xitoy bizni zaharlab o'ltirib o'tishi mumkin. İstanbuldagi ustozimizni o'ltirgandek, shahid qilgandek. Xitoy bizga har xil suiqasdlarni qilishi mumkin. Şun bütün masalalar bilmeslikleri mümkün. Teşkilat başlıklarına davamlılık nurgun nimeler kelyapti hozir. Yol yo'riqlar kelyapti. O'zinglarga diqqat qilinglar. Hatta ba'zi teşkilat başlıklarının qurallab yurishini tashabbus qilyapmiz. Hatta bizlar ham shuni sinab boqaylik deyishyapmiz. Bizga suiqasd qilib qolmasin uchun Xitoy mafiyaning qo'li bilan qiladi bu ishni. Hukumatning yangi qo'li bilan qilmaydi. Xitoyning butun davlatlarda mafiyalari bor. Mafiyalar orqali Ömerdek qarindoshlarimizga masalan Xitoy telefon orqali davlatning cho'nglari o saqchi tashkilotlardan besim qilib bundoq so'ltibsa, ba'zi qarindoshlarimizni mahkamaga beryapti. Masalan, Erkin Akram qarindishimizni akamizni mahkamaga berdi Xitoy. Sudga tushishkinim qildi. Bizlarning gap so'zlarimizni olib qo'yib mahkamaga berishi mumkin. Yani Xitoy buningdan keyingi plani Sharq Turkiston masalasini Xitoy asosan izg'i tushirib oldi. Planini normal shaklda ijro qilyapti. Ya'ni asmila qilish, kamplarda o'ltirish, undan keyin turmaga kesish, undan keyin turmalarda o'ltirish. Undan keyin shu taklimakan cho'llariga va biyaga tarim vodilariga qurayotgan millionlik turmalarga olib 30 million xalqimizni Sharq Turkistonning o'zida ujuqtirib o'tish, chet eldagi soni 1 millionga yetmaydigan. Mesela Avrupa'daki Uygurlarını hesaplab baktık, 50 mingga yetmeydi ki Avrupa'daki Uygurlarning soni. Bu Uygurlarni qandaq yo'q tushishida yaqindan beri planlarni ijro qilyapti. Biz buni sezib qolamiz, chunki mana jasuslar bizga yomoncha xat yozib, yomoncha gap qilib turibdi. Ajoyib qilin jasuslar vaqtdagi Uyg'ur. Voy ani yardım qilin, mana bunda qilin neydi. Tünügün biz Taylanddagi qarindoshlarning iqtisodiy masalasini nim qildik derhal. Bir qancha adam bularni izladi. Bizga xat yozdi. Biz ovozli gap qilamiz desak, unimidi. Bizning yaxshi qarindoshlarimiz izlab bularni bildirdi, ammo Xitoyning adamlarimiz bu ishni nima bo'layotgan? Shular bir iqtisod ketib qolmasin deb Xitoy jiddiy adamlarni chiqsilishga boshladi. Ya'ni Xitoy uxlamaydi ekan, aziz qarindoshlar. Biz bu Xitoyning bu ishidan hayron qoldik. Xitoy kecha-kunduz bizni yo'qotish uchun bular yaqinda chet eldagi Uyg'urlarni qandoq yo'qotamiz degan bu planni ijro qilyapti. Mahkamaga berdiganini beryapti. Hozir biz bilmaymiz, nurg'unlarimizningki arxivini arxivlashtirib hozir shu davlatlardagi mahkamalarga sunish uchun harakat qilyapti Xitoy. Aziz qarindoshlar, shunda bo'lsa-mu,
Biz bu yerda biz qo'rqmaymiz. Mayli qilsang qil deb Ömer Faruk qarindishimiz qo'rqmay qurolni ko'tarib Xitoyga ta'dis soldi. Xitoyni qo'rqatdi. Xitoy besim qilib Turkiyada turmoq so'ltibyapti. Ammo qarindoshlar Ömer Faruk qarindishimizning 8 bolasi bor. 8 bolalar bor deymi? 10 balam var, ikisi Xitay'da hazır. Ha. Yani çetelde 8 balası var. Vatanda Niye 8 balam var? ha. Vatanda 2 balası var. 10 balası var bir dada özünün ballarını köygüsü kelmemdi. Turmaydı yetişini xalamdı. Ballarımızını quchoqlaymiz, akiltimiz. 2 gün ağırılıp qalsaq, vay sığınıp yig'lab ketimiz. Ya ma bedel ma qahramon. Men oldida demayman. Ömer'de qarindoshlarimizni qahramon e'lon qilishimiz kerak. Bu çünkü asa iş emas turmada yatmak. Bu bedelini to'lamak asa iş emas. Bedel to'lagan qarindoshlarımizga bir rahmatimiz bo'lmasa, ishkiranda bir Allah razı olsun deb yozolmasak, bir telefon qilib qarindoshim Allah razı olsun 5 ay turmuning muammasini yepsiz Turkiyada. Vatandimi 6 yil yetib ekansiz. Miyada yetibsiz. Allah razı olsun sizden. Deb bir ikki qiz tatliq gapimiz bo'lmasa, bizni qandaq ittifoqlashganligimiz, qandaq bu yo'lga atlanganligimiz bo'ladi ki, biz quruq gapni qilmayli, bundan keyin bedel to'lashimiz kerak. Ya'ni bundan keyingi yillarimiz bizning bedel to'lash yilimiz qarindoshlar. Shuning uchun men davomli programmalarimda deyman, bozorga tushmagan, ya'ni ko'chalarga chiqib tashviq varaqlarini taqatmagan, ko'chalarga chiqib iqtisodiy ishlarni hal qilmagan, ko'chalarga chiqib, ya'ni asas qatlamda Uyg'urning masalasiga aralashmay, ishxonada o'tirib olib, kamerani ichib qo'yib, zo'ngtonlik qilgan, kamerani ichib qo'yib, tashkilot boshliq raislik qilganlarni biz bundan keyin tonimaymiz bu yerda, ochiq deb qo'yaylik. Bundan keyin bedel to'lash yili. Kim bedel to'lasa, u bizning qahramonimiz, u bizning raisimiz, u bizning yo'lboshchimiz. Bedel to'laydi zot nurg'ullari. Ammo bedel to'lamasa biz xalqning ichidan chiqqan qahramonlar ular bizniki nimamiz bo'ladi. Ular bizniki yo'lboshchimiz bo'ladi. İnşallah. Çünkü bundan keyin butunlay siyosiy harakatlarimiz mi o'zgardi. Va alaykum assalom, naq maydonga telefon qildingizmi? Bo'ladimi? Bo'l, so'zlisingiz bo'ldi siz qarindishim. The Bluetooth device is ready to pair. Xo'sh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdiki birinchidan sabab Ömer Faruk qarindishimizningki yana o'zidan mushu naq maydonga chiqib so'zlab yana shu kelgan askar kiyimini kiyib shuncha jafo chekkan bo'lsa-mu, turmalarga tashlangan bo'lsa-mu, Xitoyningki bismi, Xitoyningki qo'llari orqali Turkiya turmusida so'langan bo'lsa-mu, yana mush chiqib naq maydonga chiqib jonliq yayında o'zining ko'z qarashlarini o'ttirib qo'yadi. Yeni menbai Xitoy deb mushu jarangliq ovoz bilan yeni chiqqanligidan nihoyat xushallik his qilib, nihoyat faxrlanib, qalbimdan suyunib, bu qarindishimga Allah texmi kuch-quvvat bersin degan asos duoyim bilan birga rahmat etishisidan yeni mushunda o'g'lonlarning ko'plak chiqib Sharqiy Turkiston mustaqilligini qat yaqinda qo'lga keltirish uchun yeni yaxshi programmalar o'ttirib qo'yish uchun men bu qarindishimni xalq uchun tabriklash uchun bu naq maydonga telefon qildim. Allah Ömer Faruk'ta qarindoshlarimizdan, ya'ni jumladan Ömer Faruk qarindishimizdan Allah razı olsun. Sharqiy Turkiston mustaqilligini texnik tizlashtirib bersin. Yine shuningdek mushunda askariy kiyimni kiyish orqali tadrib qiladigan, mashq qiladigan, mushunda kiyish orqali Xitoylarni qo'rqitadigan vahshiylarni so'zlarni qilish orqali tadbirlik holatda Sharqiy Turkiston mustaqilligini texnik tizlashtirib berishni umid qilish asosida men shu ekranga telefon qildim. Allah Ömer Faruk qarindishimizdan razı bo'lsin. Rahmat barliq ekrandagi ko'rmanlarga va anglayotganlarga Allohning salomi va rahmati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşim, sizge her bir salam verişim gerek. Allah razı olsun sizden. Allah razı olsun. Ben sözünü sizge qaytırıp berey. Sizden yani bununla qaytip qo'ydigan so'zingiz bo'lsa alayli. Bak,
Allah rahmet etsin bu kırındaşlarımızga. Muşu kırındaşlarımızdaki muşu ot yürek aldida davamlıq turuşunu. Muşu oyğunuşunu yan bir kıtım xultuş allay naqsı bilen gaflet qanmaslıqını bu kırındaşlarımızın davamlı halatda tayyar halida askeri halida turuşunu ümit kılman Allah subhanahu Allah razı olsun qarindishimizningki ikroni yana qaytib qolgan bo'ldi. Sizning ovozingiz uzilib qilyapti qarindishim. Yana bir sıpılırıp kapılardım işte. Manga yomon jiq xatlar kelib ketyapti. Men bir boshdan xatga qarayman. Bu naq maydonga hech kim uranmayapti, ammo keyinda gap qilganlarni Mene kulak vurup kapılardım yani birisi. Bo'ladi inshaalloh. Kapılardım. Qarindoshlar mush naq maydonga uringlar. Hozir qarindishimizdan Alloh rozi bo'lsin o'ziniki ikki qiz bir tatliq gapini qildi. Bu biz uchun intayin destek, biz uchun nihoyat cho'ng bir ro'yi ozuq tasalli bo'ladi. Buni oddiy qaramanglar, bir qilgan duolarimizga oddiy qaramanglar. Destek bo'ladi. Biz uchun nihoyat cho'ng bir ro'yi ozuq inshaalloh. Ya'ni ma ba'zi qarindoshlar ma suhbatning bosh oyog'ida yo'q, ay kiriblar ish siqilib ketgan qarindoshlar bo'lsa, ma bizningki bir qoida bor. Biz suhbat qiluvchi qarindoshlarimiz bilan ishkironga chiqib, ular bilan biz bosh deyishimiz. Menmi gap qilib, sizmi gap qilib qolamdiq yoki sizni gap qilib qo'yib, men o'ltirib menda qilamdim deb so'rayman. Ko'pincha qarindoshlarimiz shu bizni gapga soladigan, bizni o'g'itadigan, mandaq bir gapimiz boshqa temaga ketib qolganda darhol qo'shiq soladigan mandaq ishlarni qilsizlar, gapni qilib turibsizlar deganlik uchun boshqa suhbatdoshlarimiz Umar Faruq qarindishimiz ham emas, nurg'un qarindoshlarimiz deganlik uchun men to'xtamay gap qilamiz qarindoshlar. Bu haliqi biz gap qila olayli degan masala emas. Va suhbatninki taqim yaxshi bo'lish uchun bizningki texnik bir taktikimiz bu. Uning uchun haliqi siz gap qilsizlar, to'xtasin, gap qilsin, manda qilsin, mani qo'shiq solmang degan gaplarni qilmay chiroyli anglab bersanglar, bo'lmasa uxlab qolsanglar bo'ladi aziz qarindoshlar. Bizning studiyamiz xalqaro shakldagi bir riyosatchilik qilish uslubi bilan ketayotgan studiyo va Sharq Turkiston davosida mediasida eng oldin qatorda ketayotgan bir o'ziningki go'zal bir metoda bilan ketayotgan bir studiyo. Uning uchun chiq sabr qilsanglar yaxshi bo'ladi aziz qarindoshlar. Undaqda bugun kun intayin aldirash o'tdi. Yana bir telefon kelib qolgan bo'ldi. Assalomu alaykum. Siz naq maydonga telefon qildimi? Naq maydon qo'ygan bo'lsa, men mush naq maydon qo'llab berman. So'zlislar bo'ladi. Yo'qsa bo'lamlarda. Bo'ladi. Chunki ba'zi qarindoshlar men shaxsiy telefon qildiganlar naq mushta vaqtida urib qoladigan ahvollar bo'ldi ekan. So'zlislar bo'ladi. Assalomu alaykum. Sen tecelli usta, kanalınız yaxshimsiz? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Uzun dönemimiz şu programımızda hemmizin to'liq ko'rib kelyapman. Nihoyat yaxshi millatimiz uchun yaxshi ishlarni qilyapsiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Amin. Endi yana bir gap, Ömer qarindishimiz bilan bir to'lg'anda qilmamizdan Qashqar shahridan-chi. Xo'sh. Bu ağınızın ismi asli Ekpermite. Şimdi biz burun 93. yıl Qashqar shahriga Söğüt Bazar'da bazarchilik qilamiz mı? Xo'sh. Şu vaqtda biz tijorat qilgan şumu emasmi bilemedim. Melim bo'lsin, bo'lmasin. Endi shu qarindishimizdan Alloh rozi bo'lsin. Aşınçılık gapni qilib, aşınçılık ish harakatini qilib, shunday hozirgi müşteri zamonda o'ttirib chiqib, Xitoyga juraylik alda bütün meydanını iniq ifodalab, Xitoyni qo'rqatgan bo'ldi. Mesela Abduqodir Yapjaqimizdek ishkiranni oldi o'tirib tillab qo'rqitib, Xitoy esasida bir qo'rqinchoq bular. Shundoq. Endi qarindishimizdan da shunday ko'rsatgan tirishchilik Alloh rozi bo'lsin. Bundan keyin yana bir bo'shib qolmay tirishib kelmishib, yana bir qanday ishlar qolsa biz aşk kardeşimizden bile ben miyage yeni çıktım siyasi iltica 2015 çıktım 3 yıl oldu bana. Xo'sh.
Mevzu Germaniyadan da benim da pek işlerim motoza tutmayın okup gitti. Endi yani sen ben sizge ne çok ne yapmaya WhatsApp'da ya masın çizildi ben sizin de petrol ayrım sohbet kılaysam fakat mümkün kaldı. Benim vaktim bulup olmay. Endi bir şey anda hazırlıklı nimenin cep işlerini tarih bu dağınık kişilerimizin o müşahede çıkıp biz evvelden olgan olsak bizim kallarımız şöyle bulabilir. Yapma kısıklayacağım benim demek çoğunum. Endi biz müşinciler zulümne, müşinciler ahanetne, müşinciler işlerini hemmimiz körep durvatımız. Endi bu yerde çetelli bizim dağınık ölmalarımız, baylarımız, ziyalilerimiz, alimlerimiz hemmeden toplaşka yakinemdi bu. Muşunda toplaşıp durup biz zaten neymiş bu belli kilemlerimiz hem siz bolsa vermeden işkiranı talep kılalıgan dikin to'lab eklergen dikin muşinchilik holatdan biz ham chechilib chuvlab ham biz bir teşkilat kurup ham biz bizmini qilib yuribcha hammamiz bir teşkilatni etrafı uyushib shu teşkilatni belgilab chiqarib biz Xitoyga qarshi hammamiz umumiy seferberlik yurish qilganda bir imkoniyat bormi yo'qmi shu sizni so'rab bakar degan. Allah razı olsun. Rahmet. Rahmetlik Allah razı olsun. Allah razı olsun dostum. Bu kardeşimiz deydiğin gaplar var ben ayağını men dep biraman. Sizning so'zlarni qilib. Ben azrak gibim ben. Xo'sh. Bu dostum beni doğru tanıptı. Allah razı olsun. Ben dostumdan kimlikini bilmedim. Xo'sh. Allah kalırsa her kanda bir nesnin ah görünüş buludu inşallah. Bu kardeşim sorgan nesnin hemmisi inşallah Allah kalırsa buludu inşallah. Her kanda nesnin ki ahir görünüşü çokum yaxşı tarifi buludu inşallah. Şuna Xitoy kommunistlarga, zalim kafirlarga qarshi turishda hammamiz birlik kelgan vaqtda har qanday natija chiqadi. Shuning uchun yanılam deydigan gapim birlik. Birlik kelaylik inşallah. Allah razı olsun. Bu kardeşimizga men bir Amin. azroq bir tonishtirish berishni o'yladim. Qashqar shahar jinoyat kichik bo'lganligi uchun asosan hammaylar biz-birimizni jiq tanishimiz. Bu Akbar qarindishimizni, bu Ömer Faruk qarindishimizni biz Qashqardan tortib men taniydim kichik vaqtimizda. Bu qarindishimiz Qashqardagi 4ning biri edi. Bizning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki kishining musulmon bo'lishini bek umid qilgan. Abu Lahab bilan yodimda qilishcha va Umar radhiyallohu anhuninki. Ömer musulmon bo'lib ketdi. Ama Abu Lahab musulmon bo'lolmadi. Ömerni Allah Taala hidoyat qilib, Ömermi şu zamanda bir 4ning birisi edi. Şu zaman Ömer Faruk radhiyallohu anhu Mekke'deki 4ning birisi edi. Kishilarga gap o'tadigan. Bu qarindishimizmi hamda Qashqarda şu yoshlarning ichida bir yaqinaqni arib makilar miyadi tu deb kishilarga bir kuch yetadigan qarindoshlarimizdan birisi edi Ömer. Şu ekranımızda görüp durayotgan qarindishimiz. Men şu vaqtdan tortib bildim, anglaydik. Ama bu qarindishimiz bir hidoyat topdi, Allohning rahmati bilan. Yani burundan hidoyatning ustida, ama tegmi bir to'g'ri yo'lning ustiga kelib, "Abay" dedi, G'anijon qarim ustozimiz deb. G'ani Mahsum degan bu kishi Qashqardagi aynı zamandagi qarindoshlik tashkiloti deb atalsin bo'ldi yoki Bay'at tashkilotininki qurg'uvchilaridan birisi va chet eldagi ustozlarninki Qashqardagi qo'li. Ve bu teşkilatның Qashqarda qurilishi bilan minglarcha qarindoshlarimiz Xitoy zolimlariga qarshi bu tashkilotga qatnashgan, Xitoy ularni tutib so'lagan. Şu vaqtida bu Ömer qarindishimizni mesela Urumchida sen qurolliq nima olsa, eğitim yani texnik olsa, o'rganibsa, chiniqibsa deb tutib olgan yeri shu vaqtda Ömer qarindishimiz şu Qashqarda o'zininki nimasidan arilib, xuddi bizningki Musab ibn Umayr qarindishimiz sahabimiz Makkaninki shahzodasi deb atalgan. U kiygan o'takni, u kiygan oyoqni, u kiygan kiyimni hech kim kiymaydi Makkada. Ammo musulmon bo'lgandan keyin Madinaga yalangoyoq kirgan Musab ibn Umayr. İştallarininki nimalari kesilib ketgan, chuvalchoq, shundoq bir faqirga aylangan Musab ibn Umayr chu islomga kirgandan keyin. Shunga o'xshagandek Ömer qarindishimiz shu vaqtida Qashqarda o'zining imtiyozini tashlab,
haq yo'lga mengib shu yoshlar bilan musulmon qarindoshlar bilan birga mengib Xitoy zolimlar qarshi bu kurashga otlangan shu vaqtida. Lekin Qashqarda turishga nim bo'lmay Urumchiga inib chiqqan. Urumchiga inib chiqqandan keyin turmoq kirib ketgandan keyin abay biroz so'zlab o'tib ketdi. Men bolasini men shu vaqtda Urumchida bola o'qitayotgan vaqtim mush qarindishimning men bolasini o'qitaman deb Mujohid degan bolasini men o'zim o'z qo'l shu Xitoycha Yojingay deydi. Shu nimaninki Buloqbo'sh ko'chasining ustidagi uyimda maxfiy shaklda men tarbiyalagan. Shu vaqtdan tortib bo'lishimiz, Urumchida ko'rishgan, Qashqarda bo'lishimiz, ya'ni Uyg'ur xalqining yoshlarining ichidan, jamiyatning ichidan rasmiy novchilar deb sanalib, uningdan keyin shu Xitoyga qarshi kurashga otlanib, bugungi kunda hem islomiy hem milliy hayoti bilan yana shu yurigi bilan chet elda chiqiblam, yana qo'lli qurol elib, ay yurigini bizga ko'rsatdi. Xitoyga ko'rsatibdi, Xitoy qo'qab ketib turmaga so'latqizdi. Bizga ko'rsatibdi, biz qo'qab ketmay, biz mush yurakning keynidan jasoratini elishimiz kerak qarindoshlar. Qarindishimiz biror parcha she'r yozolmasligi mumkin, yo bir kitob yozolmasligi mumkin, yoki biror tashkilotga onda demaslik mumkin, ammo yuragi va jasorati va iymoni va hech nimadan qo'rqmas ro'yi va inshaalloh. Shu men buni bu yerda qarindoshlarimizga deyman. Mana mushunda qarindoshlarimizni qo'llayli, uygunayli inshaalloh. Men bek jiq gaplarim bor, ammo oldida maqtamay, shuning uchun men so'zni yana qarindishimizga Umarga qaytarib berayman. Allah razı olsun. Tecellileriniz. Allah muş sorunu tağan, cemleşken kardeşlerimizden Allah birgi olsun. Hoş. Allah hakiki yaxshi neticelerini versin kardeşlerimizge, hemimizge. Allah subhanahu ve teala yurtimizdeki Şarkı Türkistan'da İslami fetih oluşuna, azatlığa, müstakil oluşuna hemimiz köketsin inşallah. İnşallah. Bizden cahiliyet vaktlerimiz hakikaten de bek biçare halet ikemiz, cahiliyetlik vaktimizde. Bizden cahiliyetlik devletlerimizde bizden üstünlükteki orunlarımız bizge şunda güzel köketken bilen emniyet en töven halet ikemiz. Yani Qashqarda sildan qo'rqmaydigan bir yosh bolami yo'qdi shu zamonda. Yani bütün Qashqarda bütün 4 novchi bo'lsa, shu 4 novchining ichida dangdar bo'lib bu qarindishimiz bütün Qashqar xalqini qo'rqatgan shu jahiliyat davri desakmi bo'ladi, hamda yoshlik davri desakmi bo'ldi, ammo bir hidoyatning ustiga mangandan keyin u imtiyozlardan arildi, u pul mollardan arildi. Voy novchi, voy falon qahramon deb shu vaqtdagi nomlarimi bor. Onu biz jiq deb yurmayli. Uningdan arildi. Endi biz qadrlayli. Bizning novchimiz olsun bu qarindishimiz. Bizning qahramonimiz olsun. Qashqardagi 4 cho'ng novchininki birisi Xitoyga qarshi bu mujodilaga otlangan kundan tortib u nomimi qolmadi. Chunki bu Qashqardagi 4 novchininki shu zamondagi 80-yillar, 90-yillardagi asosan 4'lis musulmonlik holatga nim qilib shu mujodilaga aralashdi, ammo netçisi çekinip gitti, ular qutlanmay qoldi. Yani şu cahiliyetke, yani şu degandek yo'llarga kirkitib qoldi. Bunun içinde bir ikki qarindishimiz saqlanib qoldi, birisi Umar hamdi. Yani şu elhamdülillah. İnşallah Allah sizning qadamingizni qiyomatgacha, o'lib ketgacha mustahkam qilsin. Umar Faruk degan bu ismni inşallah Umar radiyallahu anhudek bir yashab o'lib ketishingizga, shahid bo'lishingizga meylen tilakdoshmiz inshaalloh. Amin. Yani biz qadrlayli inshaalloh demoqchiman. Oxirgi so'zim shu bo'lsin. Allah razı olsun. Şimdi şu vaqtida bizning şu cahiliyet vaqtlarimizda Qashqar xalqlari hurmatlaydi. Çünkü biz dehqonlar mesela işe yararlı edip etçiyse men bana tosap şu işeklerini tatip aldıgan aşında bozkildigan mesela jotunun sakçıları işe yararlı başka vaqtda ikilenmekle ortakanda. Bunun üstüne Qashqar xalqi bizni hurmatlab, gaplarimizni jirmaydi, yaxshi ko'rdi. Ay programmani taqib o'tib so'zlan qarindishim.
Programmanın avazı kirip aldı ekan. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Programmanın avazını takıptım. Programmanın avazını takıptım. Siz muş naq maydanga telefon qildingizmi? Naq maydanda so'zlayapsiz, ovozingiz chiqyotidi. Bo'ldi. So'zlayvering, programmani taqib etib so'zlang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aleyküm assalam va rahmatulloh. Rahmat, ovozim bormi? Ovozingiz yaxshi, so'zlayvering. Tamam, bo'ldi, bu programmani taqdim eting. Tamam, bu programmani taqdim eting. Assalomu alaykum, aka. Aleyküm assalam. Assalomu alaykum, ekranimizga barliq qarablar. Alloh hammadan rozi bo'lsin. Shu vaqtlarda bizimizning kayfiyatni bo'lgan shart Turkiston uchun, din uchun, millatimiz uchun vaqtlarni qo'yib, hozir nahnu boshqa shuncha yillar sirg'oqim yoki bo'lmasa ular ajendan bo'lsa Alloh rozi bo'lsin. Islomdan telefon kasblashtım. Bunlar ajendanki bizden yıllarım boyu kalmak kolları öyle bizden öldürüp kapıdan koykan Xitaylar tecavüzlerini ki sizin şirdek etip çıkıp bizlerge oğalık için biz sözler bizge bir erkekin ki kanda bulağlarına kösüp oğalık için Allah köpler razı olsun diyeyim ben. Allah razı olsun. Hem de Hüseyin Tecellüsü'nden ki müsabası doğrunu uyuşturup karınlasını ortada her konuda bu nasıl olsa hem alem özden tükenine hem alem ki siyasi göz karşısına lokulağı bir tutan nazar tatlığında Allah razı olsun. Hem de yani bilmeyin ki Deyhan Gerçiz'in Vatan Şerif Türkistan kurulup bizim kurumda ketinin ki bizleri doğrulattı. Zulümler etkiledi. Bunların kalıp bastırışlarını oldu. Yakında 300 yıl yarıyanda insan tesir kılavsız derecede zulümler etbari nasıl şartlarının ki ürünün dönemle Aziz qarindoshlar, qarindishimizningki to'ri toz yaxshi emas. So'ng programmani telefonda biroz boshqa narsalarni tang ishlasa, men to'g'ri ta'sir etib, ovozni yaxshi anglab bo'lmaydi. Siz meni anglayapsizmi? Anlayamadım. Qarindishimiz chunki programmani tang ichyapti ekan, shuning uchun nim qilolmay qoldi. Men yana qayta ulab qarindishimizning oxirgi so'zlarini olay inshaalloh. Allah rahmet eylesin. Bu qarindosh va alaykum assalom. Qarindishim, siz shu telefoningizdagi programmani butunlay taqib etmasangiz, men ovozingizni anglag'ili bo'lmadi. Taqib etdingizmi? Mush qo'lingizdagi telefondagini taqib etding, hammani taqib etding, chunki ovozingiz to'g'ri yaxshi emas, anglanmayapti. Endi so'zlasangiz bo'ldi bo'lsa qisqaroq tugating, chunki ovozingizni qat'iy anglag'ili bo'lmadi uchun. So'zlasangiz bo'ldi hozir. programmaga Ha, so'zlang. ben kırmızıda akılda çıkıyoruz. Yüreklerim şu programın Allah'tan yardımıyla Allah'tan bağlı arkadaşlarla çıkıyoruz yüreklerimden. İnşallah bunun ki bazı mesela ki birisinin kendisinden birisinin kendinize işler kurulmuşsunuz. Hüseyin Tecelli ütkendek kanlı bir kişi bizden ki düşün hareket kısmına kendine yapabilir yani İnşallah şu Ömer Hacım Kambi ben bizdeki bir kişilik boşun arakmış Türkiye erken kırımdaşlarına ki diyen
atamızı sulap koyarma okuluam degendek kovmuşlardan yakımımız yeni ifadet yok sebeple davalı yapmış atışma hakkın kırmışsa giderse bunu Allah razı olsun. kırmışsa özünü atışırken bolsun. Avazım var mı? Allah razı olsun. Bek üzülüp çıkıvadı da boz tor yaxşırak yak kelip qayt orun birazdan keyin. Birazdan keyin paranglashaylar. Söhbetning oyugi. Ömer Hacım vaqtmi bir yak berib qolayotidu. Qarindishimizning ovozini yaxshi anglaolmay to'g'ri yaxshi emas chunki. Sizlarningki shu oxirgi so'zlarini ilishqa terishima bu sizlar shu qarindoshlar degidek so'zlar bo'lsa bir o'zlarini tayyorlik bilan bir eng oxirgi so'zlarini qilsizlar. Ya'ni bu nimaga chiqqan masalan turmadan chiqqandan keyin turmadan qachon qo'yib berdi? Shu o'tganki oy qo'yib berdi-ku, mening bilishimcha. Yo'q, 9-oyda 21 qo'yib berdi. Hozir unda bo'lgan 2 oy bo'ldimi? 2 oydan. Yana 21 qo'yib bergan bo'lsa 3 oy bo'libdi. 3 oy bo'pti. Faqat men namoyishda ko'ribdiman. Namoyishda ko'rgandan keyin chiqqanliklarini uqdim. Undan burun ya boshqalar demabdi, ya bizlar aldirashchilikda nim qilmabdiq. Nima uchun bunday bo'lib qoldi uni bilmadim endi. Endi turmadan chiqqani yog'imda Xo'sh. mening chiqqandan keyin tirikchilik qilmasam bo'lmaydi. Xo'sh. Endi men tijorat qildim. Shuningla aldirash bo'ldim. Namoyishlar olib qoldim, namoyishdan qolmadim. Bundan sirt har turli o'ylanish fikr qanday qilganda bizdan bir chiqish yo'limiz bo'ladi degan shu fikrni oldim. Xo'sh. Shuning yuzsizligim jiq salom bermay qoldim. Allah razı olsun. Hiç Baldırak ben bir salam verip sizden bir evet duruşum gerek edi ve kırındaş olarak tuttum bilen. Ya Allah razı olsun. İkrar aldı, geçirip sorayım sizden. Ya hiç yok. Mening meselem emas, faqat endi biz jiq ensur do'qsizligi jiq dua qildik masalan. Razı olsun. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bo'ladi, qarindishim oxirgi so'zlaringizni qiling. Abay biroz yaxshi chiqmadi. Yaxshi ovozingiz yaxshi. Avazım yaxshi. Yaxshi so'zlang. Allah razı olsun. Assalomu alaykum. Hurmatli programmani ko'rayotgan qarindosh. Abay ovozlaringizning hammani zot naq maydonda biz berib oldik. Shu so'zingizning oxirini qilsangiz bo'ladi abay qarindishimiz. Shu bo'lsin. Meniki ahir işliyor diyorlar ki bundan ahire Türkiye'de yaşamaktan ya dünyanın her karşı yerinde Xitay'dan kuluk yaşamaktan kırılmışlar diyorlar. Ömer Alim'den inşallah dağlıkla aldı çıkıp hemimiz güçlü bir toplam Xitay'a karşı bir hareket kursak ondan başka bu şu namayışını kuldum nemkiletti, müşündak sözlerden kuldum nemkiletti. Bizge Xitay'da yıllardan beri kısabattınız, sözler baktınız, namayış çıkardınız, nemi geldi diye karındaşlar. Diyeceğim şu ki bizim kolumuzdan kitlerini yapmış işlerken olsa Xitay'a karşı herkanda bir emeli hareket, zulümün tohtu, herkanda bir emeli hareket kılayan karındaşlar olsa mesela becerdi usta diyendek emeli hareket, emeli iş olsa siyasi vaat bulundu, emeli Can bulan o kanda iş kısa şundan kendinden dağlı karındaşlar neşk intizar bu bit vardı. Şunun için cemiyetki bazı bir kalış eşin olan siyasi taleptin. Yargı olmasa radikallıkla fikir bir vatkan, namayışan sükulatkan, bizim birleşimizde altı toskunluk kıvatkan şundan karındaşlar Allah'tan korkanlar bizim millet kırılıp tükeydep kaldı. Ata-analarımız, sınavlarımız tüyep gitti. Nesilgan kişiler sırttan nesilan kişiler türleri hemimiz ayan dünyada ulu meryem kırılmışlar bu zulümlü bölgeler kabladı namaz okuyan olsun okumayan olsun din alaksız olsun bulmuşsun zaten de tutup uygulayan milletini yok kılıp bizden de kırıktaşlar hemen bir tanışlarınızdan ülkelerinde Ömer Hacım Kömlet karındaşlar olsun faaliyetlerin Seydin Türk'tek
Allah razı olsun. Başladık bir grup kişiler olmuş. Biz ötürüp durmuşsak şırxa yol. Allah razı olsun. Qarindishimizningki to'g'ri faqat tatmay qoldi oxirida, ammo maqsadini tushungan bo'ldik. Allah bu qarindishimizni razı olsun. Demek çoğunu şu, biz fitna pasat qilmay, amaliy harakat qilsak, amaliyat ko'rsek, ma biz intayin xatarlik ahvolga kelib qoldik. Demakchi ekan aziz qarindishimiz. Allah razı olsun. Ma yana bir qarindishimiz telefon qilgan edi. Men saqlatib ma bayna oyog'i. Bu qarindishimizning so'zini qilib, men oxiri Ömer qarindishimizning oxirgi so'zlarini olaman. Shu oxirgi so'zlarini tayyorlab qo'yib do'stlar. Ondan keyin programmamiz oyoqlashadi. Assalomu alaykum qarindishim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovozim bormi? Ovozlar yaxshi so'zlasa bo'ldi. Assalomu alaykum sen tajalli ustoz va shundaqla Umar Farruq akamizdan Alloh razı olsun. Allohning salomi rahmati va barakati olsun. Umar Farruq akamizning shu fidokorligidan Alloh razı olsun. Bek so'yindim. Shu Xitoydagi shu şu faaliyetinin iştirakçılarından sütüm bilen şunu demenki dünyanın her qaysi yerindeki şəxsin iqtisadiy qarindaşlar şu kalınlarda aydın olsun ki vatan bedelsiz qolub kelmeydi. İnşallah muş harbiy formumuz bilen Allah Taala nasip qilsa yaqin kelgüse vatanimiz Sharq Turkistonga muş kiyimiz bilen Allah Taala chirish nasip qilsin. Şu vatanimiz Sharq Turkistonning azodlik hurriyat yo'lida bedel töleşke şu günlerge müşerref oluşka Allah nasip qilsin. Ömer aka Allah razı olsun. Allah yaşap gittin. Allah Taala muşu kiygen kiyimlerimiz bilen, muşu neticemiz bilen, muşu Allah Taala yarıgan bir süpet bilen Allah xasa yakın kelgüse vatanimizin şu tupraqı destek nasip qilsin. Sizden Allah razı olsun. Sözüm müşahetügüde. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm assalom. Amin. Sizden razı olsun. Allah subhanahu ve taala hamma qarindoshlarimiz razı olsun. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aleyküm asselam ve rahmetullah. Naq maydonga olgan bo'lsangiz so'zlasangiz bo'ldi qarindishim. Ben bayağı güzel bir deyleğim yaptım buldu. Üniversitemizde salamlarını sürdüler. Selamünaleyküm Allah sizden razı olsun. Bu telefonu siz taraftan geldi cima mı hazır? Yani ben xat yezib tikansiz qaytaring deb, shuni men qaytinim qildim. Bayağı degan, onun ben telefon qilib, shu telefonini aldılar, ben görüşüp gapimni oyoqlashtirdim bayağı. Allah razı olsun, rahmat hamsa. Ma telefoningiz yaxshi chiqdi. Rahmat Allah'a. Bo'ldi, rahmat. Qarindoshlarimiz aslida nihoyatda jangovar qarindoshlarimiz bor. Hech bo'lmaganda shundoq bir duosi, salomi bilan destek berayotgan, qo'llayotgan qarindoshlarim bor. Shu munosabat bilan men shu studiyamizni qo'llayotgan, buningga ozchiq o'zining ko'nglini atgan va har zaman bizga duo qilayotgan, eng muhimi bizning suhbatlarimizni jafo chekdi deb bir hambarlash ko'nikisini bosgan qarindoshlarimizga alohida rahmat aytaman. Hambarlash ko'nikisini bosmay, shu bizning Facebook sahifamizga kirib o'rin egallab, boshqa qarindoshlarning kirishiga yo'l qo'ymay, o'rin egallab turgan boş baka qarindoshlarimizningki Facebook sahifamizdan chekinib chiqishini umid qilaman, chunki 2-3 ming qarindishimiz bizning sahifamizga kirmayotidi, saqlab turyotidi. Ammo bizning sahifamizda asosan 200 qarindishimiz bizning suhbatimizdan bärilib, dunyoga taqilishga nisb bo'ladi. Qolganlar asos jihatdan undaq bir ishni qilmadi. Shu bu suhbat munosabati bilan ularga bir so'zimni davosam, suhbatimizdan bärilmaydigan qarindoshlar bo'lib qolib qolsa, biz qarshi olmaymiz aziz qarindoshlar. Chunki biz da'vo qilayotgan, biz bu jangning ichida biz bilan birga jang qiladiganlar bo'lsa, biz birga. Ammo jang qilmaydiganlar biz bilan bu da'voda, bu tashviqot sohasida, bu siyosiy, ijtimoiy bütün hamma narsani o'z ichiga olgan bu studiyada birlikda bo'lmaydigan qarindoshlar bo'lsa, biz vaqtimiz unga yetmay qoladi. Buning uchun har zaman hambarlash ko'nikisini bosganlar bizning qarindoshlarimiz, bizning har zaman duoyimizga nail bo'lib turadi inshaalloh. Aziz qarindishim Ömer, sizning oxirgi so'zlaringizni olay. Xo'sh. Undan keyin biz programmani oyoqlashtiraylik. Xo'sh. Vaqtimiz bir yerga bordi inshaalloh. Endi qarindoshlarimizga nima deysiz? Undan keyin
Onun aldığı bir nersini deyim şu Ankara'daki namayıştı mı sizinki nayeti sepnin aldığı mangdınız. Onu kısıkça bir dep ama şu ahvalatını onun bir haberimiz yok kalsın. Siz köygen nak meydanda bağlı. Şimdi Ankara'daki namayışa gelsek, Ankara'daki namayışta Allah rahmet kılsın köplügen kırındaşlarımız capa çekti hakikaten. İstek bombaları üst gözleri çiğli hatta 7-8 kıtım 10-20 kıtım itildi bu. Biz yanmadı kırındaşlar. Asas cihetten bu kırındaşlarımızdaki bu cesaret nereden geldi ise Xitay'ın zalim Xitay'ın ki zulmünün işip ketkenliğini kurbanı olacak. Şunun yüzünden bu kırındaşlarımızın o yüreklik kozgaldı. Bu namayışta Seyitacım Kam Allah bu kişiye rahmet kılsın. Şunda bir güzel bir yolbaşı bulup biz hemimiz bu adamdan faxrlanamiz. Şu vaqtlarda men mi Seyitacım Kam bilan birga ketayotgan ko'zimga şu Lazi suyu bilan şu gaz bombası etilganda haqiqatan qiynaldik hamda. Seyitacım Kam'ı qiynaldi, men çapınımni silib Seyitacım Kam'da ikimiz yo'gidib, yo'gisakmi bomba da bunun qaççı hamma narsani bo'lib ketdi. Bu mu bir şu çağda Jungo Kosla yani Xitoy kafirlarning konsulxonasiga manganmiz endi. Bu haqiqatan bir çok bösüs olib chiqdi deb bizning bu Ankara namayişidagi dünyada birinchi qitim shunda Lazi nuri chechilgan gaz bombasi etilgan shunda bir to'sqinlikqa Xitoy zolimlarning qo'li bilan yana kuch ko'rsatish bilan biz to'sqinlik ushirdik. Ama buni da o'kinmaymiz. Chunki biz g'alaba qildik. Biz boramagan bo'lsakmi konsulning oldiga. Biz yerim yo'l to'salgan bo'lsakmi biz bundan hargiz mayislanmaymiz. Umidvor bo'ldik. Umidvorlikni o'zimiz do'st tutdik. Bizga ilhomlarni inshaalloh Alloh subhanahu va taolo qalbimizga soldi. Şuna deyman, mushu qarindoshlarimiz, butkul dunyoning qarindoshlarimiz hargiz mayislanib qolmas ekan. O't yurak bo'lsa ekan, bir-birimiz bilan qo'l tutishgan holat Sharqiy Turkistonga berib, shu Sharqiy Turkiston tuproqlarida shehidlik oldini ko'rsatgan. Va İnşallah. g'alabasini Alloh subhanahu va taoloning shu Sharqiy Turkistondan mustaqil bo'lgan islomiy g'alabasini ko'rsatgan deb o'ylayman. Benim ahirlik sözüm, benim hazır bir 8 balam var, 6 oğal 2 kızım. Ben bu yolda emmesini askerlik atıdım Allah rızalık için. İnşallah. Bunların şu yolda tevrenmeyin, işkilenmesin, Allah rızalık için şehit olup, İslam askeri olup, bu cengiçi geldik hemen ölüp tükep gittik diyen gibimiz. Ölüp tükep gittik karşılayıp kalsın, Halid ibn Velid radıyallahu anhu 300 bin Rumluk kafirinin arasında bastırıp çıkan vaxtında şehit olup kesi oldu. Biz Şarkı Türkistan'da neçe milyon kafirler çıksek Allah subhanahu ve teala kalbini sırada verse ölüp tükep gitmeyemiz kardeşler. Biz bunun inşallah kalbimiz hakiki müstahkem halde bulmuş gerek. Korkmasımız gerek çünkü müminler ölemden korkmaydı. Kafirler, Xitay kafirlerden korkmayız biz. Şuna ahırda ben 6 oğlum, 2 kızımla muş yolda atadım Allah halsı, Allah rızalık için Allah yolda. 2 oğlum hazır vatanda Şarkı Türkistan'da var mı ya Xitay zalim kafirlerinin kolda şehit oldu mu bunu bilmeyim. Benim ailemde bizniki aile bir kadar çık boğallıktan Şarkı Türkistan'da Kaşgariyar'da belki bu ailelerimizdeki emme rotukallarımızı kırgan buluşu mümkün ya ki kamplarda sulap iğir cezanı verivatkan buluşu mümkün. Ben bunun sabır kıldım. Allah subhanahu ve teala'ya tapçıdım. Şunu olan bir ben bu kerindaşlarımı sulap koydu demek meninki tüm Şarkı Türkistan'daki şu
jazo lagerida yashayotgan, solinib, ezilayotgan, qirilayotgan, bovaq, bosqinchilik ushlayotgan qizlarimiz, g'urur depsen olayotgan yosh o'g'il yigit askarlarimizniki hammasi mening qarindoshlarim, xuddi mening o'g'limga o'xshash, akamga o'xshash, balamga o'xshash, akallarimga o'xshash qarindoshlarim deb bilgan holatda men bugun bu maydonga chiqdim. Men bu maydondan hargiz tavranmayman. Yo'lamda o'lim bo'lishi mumkin, jazo bo'lishi mumkin, turmlar solishi mumkin. İnşallah bunu da ben tavırlık kalmayayım Allah kalırsa. Ben birlam tilaydiğim qarindoshlarning, do'stlarimizning, Türkistanlik barliq musulmonlarning duosini tilayman. Men bu bularga duo qilaman inshaalloh. Oxirgi gapim cho'qim mustahkam birlashaylik. Birlik Allohdan keldi qarindoshlar. Cho'qim birlashaylik. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allah razı olsun. Rahmet aziz qarindishim, inshaalloh bu yil biz uchun nihoyatda jiddiy bir yildek turayotidi. Yilning 5-idan sinoqlar kelyotidi. Abduhalil qarindishimizning ishi, uningdan Taylandlik qarindoshlardan xat-xabarlar kelgildi, qiyinchilik ekan. Uningdan boshqa bu 20 kundan beri mabeynda nim qilayotgan, mengishqa gap qilmayotgan Türk hukumati tuyuqsiz bu qitim qarindoshlarimizniki oldini to'sab qolgan bo'ldi. Mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Yevropa, Amerikada bo'lsin, bu yil nihoyat jiddiy harakat qiladigan, jiddiy fidokorlik ko'rsatadigan, badal to'laydigan yildek qiladi va Xitoy bilan ilishadigan yilimizdek qiladi. Inshaalloh bu jangga kirayli, bu ilishishga kirayli, Xitoydan qo'rqmaymiz inshaalloh. Qo'rqmaganligimiz uchun biz mashkiranga chiqyapmiz. Bu oddiy ish emas. Buning xalqaro qonun, xalqaro soqchi, davlat soqchilari va buning jiddiy bizga tadbir qo'llanishi mumkin va yoki nima ish qiladi, bunga sabr qilishi mumkin. Biz buni bilmaymiz, ammo bizning qiladigan ishimiz sabr qilib bu jangni qilish Xitoy bilan. Ya'ni mustahkam turib, sen nim desang ma'qul deydigan zaman o'tib ketdi. 2018, 2017, 2015 nim desang ma'qul deb biz ma'qul deb yashadik. Yana bir takrorlab o'tay. 30 yildan beri biz nim desa ma'qul deyapmiz dunyochi hozir. Bir davlatlar nim desa ma'qul deyapmiz. Ammo majilmi ma'qul desak, mush bir yil ma'qul desak biz tugaymiz. Biz yoki dunyo ko'zini ichish kerak. Davlatlar hokimiyatli ko'zini ichish kerak. Bizga agar yordam qiladigan shu bo'lsa, haqiqiy yordam qilish kerak. Bo'lmasa bizni aldab ketaveradigan shu qolsa, hammasi oldimida nurg'un yordam qilayotgan hukumatlar bor. Amerika, Yevropalarda. Turkiyanimi ko'zimizni yumolmaymiz, nurg'un yaxshiliklar. Ammo eng muhimi natija yanilam tugab ketyapmiz. Masala bu. Natija Sharq Turkiston xalqi yanilam qirilib ketyapti. Hozir biz namoyish qilyapmiz, uni buni qilyapmiz, ammo Sharq Turkiston xalqiga cho'ng bir foydamiz kelmaydi. Bu nima uchun deganda, cho'ng bir besim yo'q Xitoyga. Ya Amerika hukumatidan yoki Turkiya hukumatidan yoki Yevropa hukumatlaridan cho'ng bir besim yo'q. Cho'ng besim bo'lmaganligi uchun Xitoyda bir chekinish bo'lmadi. Ya'ni komplan taqaydigan yoki nim qiladigan, biroz tuvalladigan, bo'ptimi komplan taqayli yo biz keynimiz chekinayli deydigan avval faqat yuz bermadi. Chunki biz xizmatni taxim kuchli qilmayapmiz va dunyodagi biz bilan hamkorlashgan davlatlarmi kuchli shaklda inkos bildirmaydi Xitoyga. Bu qonunlaylaymiz, bu qilamiz, bu tijoratda millanmaymiz degan gaplar bo'ladi. Natija Sharq Turkistondagi xalq masalasi. Ular shu 2013-14dan tortib kamplar ichilib qandoq boshlangan bo'lsa, bugungacha o'zgarishsiz, to'salg'usiz shaklda Xitoy o'ziningki yo'qotish siyosatini, yo'qotish harakatini olib beryapti. Minglarcha qarindoshlarimiz o'lib tugayapti. Hatto biz bilmaymizmi shu bizning urug' tuqqanlarimizdan qanchani o'ldirdi, qanchimizning urug' tuqqani o'ldi. Biz bilmaymiz chet eldagi muhojirlar. Bizga Xitoy bildirmaydi. Shuning uchun biz butun vujudimiz bilan kechini kecha demay, kunduzni kunduz demay, ma'sabga o'rtaq hammaylan amaliy atlanishimizni umid qilaman. Amin. Qarindishim, qaytib qo'yadigan so'zingiz bo'lmasa, men mishada so'zni oyoqlashtiraman. Ya'ni programmani oyoqlashtiraman. Qarindoshlarimga men bir askeri salomdan birini qo'shishay. Allah razı olsun.
Hammanın Allah tapşırdım kırındaşlar. Hammayla birga askeri halatda muş dünyada inşallah birleşeyle. Şarkı Türkistan'da fethli oluşuğa, müstakil oluşuğa kuch chiqaraylik kırındaşlar. Allahu akbar. Allah'a emanet kırındaşlar. Allah'a emanet. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yeni bir katılımlık programda görüşürüz. Assalamu alaikum.